Islom hoca. Muxlising ham o'tiribdilar. Yaxshimi? Oldingi hayotida kim bo'lgan eshitmoqchimisiz? Ha, eshitmoqchimisiz, ha? Yo'q, bo'ladi. Boshqa qildi? Boshladingmi? Yaxshimi meni? Oldi. Assalomu alaykum, bu Namangancha podkast. Bugun podkastimiz juda ham boshqacha bo'ladi. Chunki studiyamizda Namanganning eng kreativ ovoz sohiblari kelishgan. Bugun biz freestyle qiladigan, so'z bilan o'ynaydigan, beat tushib qolsa darrov rap aytadigan Namanganlik yigit va qizlarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Freestyle bu, bilasizlar, oddiy qo'shiqmas, ha, aziz? Bu shu yer uzda, shu vaqt uzda keladigan, ha, ustida keladigan, ha. Bugun ular bilan gaplashamiz. Rap madaniyati, freestyle qanaqa tug'ilishi, ha? Va albatta studiyada jonli freestyle ham bo'ladi. Albatta. Ha? Конечно. Agar sizga rap, freestyle va real street vib deydimi? Street vib yoqsa, unda podkastni oxirigacha ko'rishingni tavsiya beramiz. Demak, boshladi. Boshladi. Ha. Namangan. Assalomu alaykum Namangan. Bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz, qani let's go. Xush kelibsizlar. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi savolimiz bor. Azar rapga desa ham bo'ladi. Endi ko'proq asosan yo'nalish sizniki, endi bular ko'proq havaskorlar, hobbi. Reperlar haqida gap ketganda odamlar nimani tasavvur qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Rapperlar haqida gap ketganlar, rapperlar ko'proq ko'cha hayotini yoritib beradi. Ko'cha hayotini yoritib beradigan insonlar ko'proq rapper bo'ladi. Asosan faqat o'sha raplar ko'cha hayoti bo'ladi. Yo'q, hammasi ham emas, to'g'ri, hammasi ham emas. U ko'pincha o'sha gangsta yo'nalishda aytadi. Rapperlar o'zi asli o'sha hayotiy bo'lgan voqealarni olib chiqib beradi. Shuning uchun ham rapperlarga hayotiy bo'lgan ko'p problema, misol sevgi kam bilsangiz, sevgi munosabatlar unaqa narsalar yo'q. Ko'proq o'sha qiynalgan bog'lar, hayotda qiyinchilik ko'rgan insonlar shunaqalar ko'proq rapper bo'ladi. Hayotida qiynalganlar, nimadir natijaga erishaman deganlar, odamlarni ko'proq hali dolzarb muammolarni olib chiqib beradiganlar rapperlar bo'ladi. Bizda Namanganda qanaqa qarashadi unaqa rapperga? Bizga qarab, yo'qadi deyishadi. To'g'risi, men bu podkast boshlashimdan oldin sizlarni yig'ish juda qiynalib ketdim-da. Chunki sizni bilardim xolosda, rapper deb. Endi asosan freestyle bo'yicha. Toshkentdagi freestyle'larni ham ko'rib, bir ilhomlanib, bizda ham bormikin deb qidirdim-da. Rosa kutdim, lekin bizda ham shunaqa bo'larmikin desam, mana siz ochdingiz, okey, qani desam, Namanganda sherik yo'q, bundoq qarasam. Ha, shuni aytaman-da. Qiynalib ketdim-da sizlarni bundoq yig'gunimcha. Chunki Namanganda unaqa qobiliyatlilar juda pastda yo'q ekan hamda, shunaqami? Freestyle yo'q, freestyle yo'q, lekin freestyle o'zim to'ylarga chiqib, misol to'ylarda chiqib aytib turibmiz endi. Bu keyingi savol desa ham bo'ladi. Freestyle bu tug'ma iste'dodmi? Sizda qanaqa? Qayda bu qobiliyat tug'ilib qolgan sizda? Bu freestyle, okey, bu qobiliyat mavjud tug'madir. Mavjud bilmadim. Endi yoshligimdan she'r yozib kelaman. 2009-yildan beri she'r yozaman. Ko'rgan kechirganlarimni unda ko'p kitob o'qiganman, lekin kitoblarni ham ko'p o'qiganman. Maktabda zo'r o'qimagan bo'lsam ham, lekin kitoblarni ko'p o'qiganman. Rapperlarning hayotini ko'p kuzatganman. Eminem, 50 Cent, 50 Cent hammasini hayotini ko'rib kelib, unda Minsovkaga oldin she'r yozib o'tirsam, freestyle Radio 21 rahmatli freestyle qilganlar va ko'rganman. YouTube'da hozir bormi yo'qmi bilmadim. O'rnida shuni aytganlar. Uni ko'rib men qiziqib qolib, men ham harakat qilib 3-4 yil ustimda ishlab, shunaqa bo'ldi. Mavjud bu tug'ma talant bo'lishi ham mumkin. Endi hamma rapperlar ham oilada kimdir shunaqa iste'dod bormi? Oilada? Yo'q, oilada umuman unaqa. Bizda faqat shu biznesga qiziqishadi. Ha, yaxshi. Birinchi marta mikrofon ushlanganda qanaqa sizda anaqa nima deydi, hayajonmi nimadir bo'lganmi?
Voy, okey, yomon. Birinchi marta mikrofonni ushlab rep aytgan paytingiz ommaning oldidami? Ha, ommaning oldida bo'lgan, Bobur bog'ida bo'lgan. Unda kollej paytida o'qirdim. Chiq bitta o'zingni sinab ko'r deyishgan. Chiqqanman. Shuni qarasam, pastda odam juda ko'pda. Shuni hayajonlanib ketibman. Shuni qarab. Mikrofonni olib keyin harakat qilib aytsam, bo'lgan bir marta, bo'lgandan keyin uje hayajonlar shundoq tarqab uje ketdi. Emotsiyalar bilan uje aytib replarni aytsam odamlarga yoqqan. O'zim avtorskiy qo'shig'imni aytganman-ki, hayajon bo'lganmi? Hayajon, okey, terlab oyoq qo'llar qaltirab ketgan. Realni. Hozirgi yo'q, o'shanda bo'lganligi. Agarda rep bo'lmaganda, hozir nima bilan shug'ullanayotgan bo'lardingiz? Rep bo'lmagandami? Pirajik sotardi. Bilardingiz, ha? Rep bo'lmaganda konditorskiy mahsulot o'zi chiqarardim. Soham shunaqa meni o'zi asli. Hotdog bo'lishga shu pisochni, tort, shunga o'xshagan narsalarni men shogird bo'lib ishlaganman 5-6 yil. Shu narsa sohasida ketgan bo'lardim. Ko'pchilikka qiziqda, mana Islom hoji freestyle deganda nimani tushunasizlar sizlar? Ko'pchilikka qiziq, men ham pashti yaqinda o'zingdan bildim. O'sha joyida keladigan shunaqa deding, men to'liqroq masalan, mana kameraga, odamlarga qiziq, nima degani u? Insonda javob beringlar to'liqroq qilib. Insonning ichida har bitta yig'iladigan nakapleniya til bilan liba kimyodir yetishingiz mumkin, to'g'rimi? Kimdirlar o'shani imini bit eshitgan vaqtida o'shani yetib beradi. Hayoti mobaynida to'shda o'tgan narsalari o'sha miyasiga kelaveradi, qo'shilaveradi, dabavishning so'zlar. So'z ustiga so'z qo'shilib ketaveradi. Okey, bu narsa misol mana bit qo'yamiz-ku, ha? Biz mana freestyle qilishda bit qo'yganimizda bitni oqimi bor. Endi mana qara. Bitga ham bir tushuncha berib keting. Mana tushunman, bit okey. Masalan, kamera ko'rib turganlar, mana bizni ko'rib turganlar tushunmaydi-da, to'g'rimi? Bit okey, o'zimizni sozandalarni har bir kuyini bitta qilib, ha, muzika yaratadi. Minus musiqa-da. Minus musiqa. Bit o'zi musiqa, ha? Bitta qilib yaratilgan musiqa. Biz o'sha narsani eshitganimizda prosta nima desam bo'ladi? Uni oqimini his qilamiz. O'sha ichimizdan shuni kelib chiqib, shu ro'paramda misol Islom hoji aka, Muzaffar aka arena o'tiribdi misol. Qanaqa kiyim olgansiz? Ichingizda oq takoy nima? Shu o'zida keladi. O'sha o'zida shundoq qarayman-da, o'sha bitta 360 gradus shundoq qaralarda o'sha narsani bitta-bittami ketma-ket. Misol freestyle qilsa bo'ladi, misol. Siz misol bitta mavzu tashlasangiz, o'sha mavzuni shundoq ko'zni yumib olib, mana ongla yaratsa bo'ladi. Shuni freestyle deydi. Uni yaratish o'zi ham qiyin. She'rni misol bizda track deydi, rapperlarda track. Trackga misol aytish u boshqa masala, u freestyle to'qib aytish boshqa. Umuman shuning uchun ham haliga eng qiyini freestyle. Eng qiyini freestyle misol. Ana Instagramlarda ziyaramas, qipig'imdan past deydi-ku. Ular freestyle emas, okey? Ular ayting, o'zingiz oddiy misol, ular freestylemi? Ya mana qarang, bo'pti. Sheytiga bitta ko'rsatuvimiz haqida freestyle aytib bera olasizmi? Mana kelgan mehmonlarimizni qo'shib, bilasiz, ko'rgansiz. Da, aytamiz. Shay o'zida. Ha, aytamiz. Billa aytamizmi aka? Bu yoqda ham bor, ozgina bo'lsa ham bor atak freestyle. Ha, chunki bular bilan o'tirib biz galereya restoranni bilasiz, o'zingiz ham bizda galalar o'tiramiz, o'zi kechqurun odam full o'tiramiz-ku biz. Odamlar mehmonlarimiz ketishgandan keyin kabinaga kirib charchagan holatimizni 3-4 da bo'shamiz. Minsovkani qo'yib olib bitdi. Qani bitta style uchun-da. Bo'ldi, ketdi. Davay. Namangancha podkastga keladigan mehmonlarga ketdi. Qarichi o'tam. Assalomu alaykum muratan, nima gap? Qara bizni Namangancha podkast o'tiradi. Har kun qara Namangan yulduzi Vesta mana qilmagan san Namanganni atkas. Voy podkastda har kun samdini o'tiramiz botda shotda. Muzaffar aka bavani olib kelishadi ofisda qara mana nima tema qilishadi. Cho'tam aka nima gap, nima ish qilgansiz? Siz bundan oldin hayotda kim bo'lgansiz? Har xil temalar bilan diviziyani bavotda qara bir
Chetdan nima qilyapti? Hozir o'tiramiz to'rtta botir. Bu yerda buni ismi Qodir. Qodir emas, bu Arina Detka konfetka. Qara ko'zlari yonadi asta. Biz shotda bir pasta. Chotam bro. Yaxshi. Kettu. Yo. Hayotda tursang ham yiqilishing ham bor. Unutmagin buni aslo. Muzaffar akaga aytmagin buni zinhor. Qoqilishing ham bor. Sevgi o'zi nima bilmading-ku. Asaga kunu massa. Sevgini o'zi bilmading-ku. Ey asaga unu massa. Bola otyapti. Sekin qotib olib ko'rpachani tevasiga yotyapti. Qara, Benjamin Franklin prosta kal, lekin kal qilyapti hal. Qara mani kelishini Namangancha podkast mana qilmadim men bu yerni atkaz. Latipovga intervyu beraman deganlar ko'rganman. Namangan City, to'plab o'tdi diski, mashinalar o'zgacha, gazini bos reski, platnoy bo'l, bizda bitta o'yla, qo'llarda bitta, bizda yo'q qoida. Qoida. O'sha qoida. Şey uzdagillar hozir. Şey gap yo'q. Yaxshimi aka? Любой tema bo'yicha. Farqi yo'q. Gap yo'q. Navbatdagi savolimiz bor. Namanganda rep madaniyati rivojlanyaptimi yoki endi boshlanibdi? Nima deb o'ylaysizlar? Namanganda rep endi boshlandi. Qanaqa qaraldi? Oldin ham bo'lgan, aka. Oldingilarni men aytib o'tishim mumkin. Muza rep deganlari bo'lgan, shu Oromgohli akalarimiz bo'lgan. Ko'p reperlar bo'lgan, misol, men esla taniydiganim Muza. Bilaman, yana o'ng'aylim bo'lardi. Uni ismi Badr Shoh deb atashardi. Mikrofonni o'sha shohruq rep qo'shiqlarini aytardi. U bo'layam bo'lgan, misol. Undan keyin misol men naborat hozir oxirgi paytlarda unaqa odamlarni eshitmayapmiz-da. Unaqa odamlar yo'q. Hozir menga nimaga mana o'sha rivojlanyapti deyapsiz-ku. Yo'qolib ketyapti naborat. Naborat yo'qolib. Hozir endi rivojlanayotgan sababini aytaman-da, aka sizga. Oldin bo'lgan, endi men o'zim qo'ldim, bitta o'g'aylim bor. Ko'rgan bo'lsangiz appda bor ya, Instagramda. O'shni oldi berdi, sotadi. O'sha bola ham o'zi asli reper-da, misol. Bu reperlar ko'p bizda prosto chiqishga qo'rqadi. Bilmayman, yo chiqisi kelmaydimi? Bizni Namangan auditoriya ularni oyog'idan tortib o'rganib qolgan, izdivatsiya qiladi, kuladi. Bo'lmaysan deydi. Yaxshi tushunmaydi. Tushunmaydi, ha. Ular bizni Namangan to'xtatadi. Endi misol chiqdimi, men hozir ko'p shogirdlarni tayyorladim. 3-4 ta shogird bor. Ular sekin-sekin o'rganib chiqdi. Erta ular misol ancha o'rgan bo'lgandan keyin birga duet qilishni boshlaydi, boshqa narsa qilishni boshlaydi. Biz ham keyin partiyalarni berishni boshlaymiz. Ular ham masalan tashaversa-chi, mana odamlar negativ fikr bildiradi. Ularni misol biz bu yo'lni o'sha odamlarning ichidan chiqib keldik-ku, ko'rdik odamlar nima deyishini, nima qilishini. O'sha tayyorsilar, negativ. Men ularga o'sha narsani ayta olmayman. Ertaga seni mana ular bunaqa yo'l bilan to'xtatishga harakat qiladi, seni to'xtatib, misol g'iybat qiladi, u qiladi, bu qiladi, to'xtat, kim bo'lmoqchisan, ertaga bitta joyga sovchilikka borsa sen o'g'lim reper deyilami, onanglar bunaqa deyilami, har xil gaplar bizda bilasizku. Shunaqa, o'shanga to'xtamay, faqat oldinga qadamni bos, gapiradiganlar gapiraveradi. O'zi uxlasangiz ham gapiradi, tursangiz ham gapiradi. To'g'rimi? Oddiy misol, shu narsani ularga ta'kidlab keldi-da, ular u narsani o'ziga olib, yaxshi rivojlanish bor, aka. Yaqinda chiqadi shu 1-2 yil ichida. Freestyle paytida miyanida nima bo'ladi? Oldindan o'ylab aytasizlarmi yoki hammasi shu yer o'zida keladimi? 1 sekund o'zida juda ko'p so'zlar keladi. O'tda tanlashingiz kerak. Nima haqida ketishingizni, nima ma'noda ketishini. Qanaqa aytaman-da, hozir mana freestyle ko'rdik. Shu yer o'zida kelyapti-da hammasi. Aka, bit kelibdi-ku, ha? Bit kelibdi, bizda 4 ta variantda so'z turibdi 1 sekund ichida. Buni qo'yib ko'rdi, buni qo'yib ko'rdi, tushunibdi, buni qo'yibdi. Yana ketdi 2 sekund, yana 4 ta variant bittasini qo'yib ketamiz. Har bitta gersda, har bitta bitda o'zining gersi bor. O'shanga organizm sразу принимать qiladi. Yo, shu hayron qoldim-da, hozir ham shu yer o'zida kelyapti-da. Sразу. Oldindan yozib olinmagan. Yo'q, hozir o'zida. Bu ham bitta talant ekanda. Aka, xohlasangiz, mana shu Namangancha podkast Instagramini kommentariyasiga bitta odam xohlagan mavzuda har xil yozsin, o'shani bitta qilib, rep qilib aytib beramiz. Storiesga qo'yamiz keyin. Qo'yamiz.
Javob asha gapimga. Xohlasangiz 20 ta akkaunt tanlab so'zini alohida so'z yozadi. 20 ta akkaunt, 25 ta Akkaunt akkaunt. o'ziga ham bosaversa bo'ladi. Akkaunt kommentariyasi bor-ku. Odamlar yozadigan akkaunti bo'ladi-ku. Kommentariyasini olasiz, ikkinchi akkauntini ham olasiz, 20 tasini bitta qilib shuni aytib berish mumkin komment o'zidan ham. Qo'y. Shuni oldingizda qobiliyat ham bor. Ha, siz oldingizda galereyaga mehmon bo'lib kelsangiz, oldingizda rep qilib aytib beraman shu narsani. Bo'ldi, Kommentingizni story o'qib rep qilaman. Ha. Rep aytgan paytingizda sizlarga ilhom beradigan odam yoki rapper kim? Kimdir bormi sizlarga anu nima deydi, anu qo'llaydigan, o'shani oldida masalan menga shunaqa qobiliyat yana ham mana shu odam oldida yana ham masalan nima deydi, duh keladi deydigan odaminglar bormi? Okey, men misol uzun bor-ku, misol rep aytganimda, ya'ni yo'limga kimdir bo'lishi kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Ha. Endi u odam men yo'limda bo'la olmaydi, lekin men ko'proq dirdirayni bor-ku, tanisangiz. Amerika o'sha dirdiray bitlari bilan mashhur, o'z replari bilan ham mashhur, ko'p rep freestyle aytadi. Ha, ko'p rep. Ular okey, вообще freestyle qiroli bo'ladi. O'shalarni oldida qarchi bo'lsam, men вообще okey. Bundan ham bangilab ketsam kerak. Yo masalan u chet elda, yoningizda masalan hozirgi paytda yoningizda kimdir bo'lsa, yana ham u sizga motivatsiya beradigan odamingiz bormi? Bor, okey. Toshkentda nima gap loyihasida bilsangiz, ularda freestyle qiladi. Men Milliy ma'lumot bilan bitta o'tirsam bor-ku, banglatib o'rsam kerak. Ha, billa yomon qilib tashlayman. Sizda-chi? Bu ham kalu. Sizga nima duq beradi? Sizlar bir odam qo'cha. Hayotda o'zi har bitta o'tilgan narsalar bo'ldi. U обязательно kimdir bo'lishi kerak emas u. Главное o'zingizga ishonch bo'lishi kerak bu hayotda. Ko'p insonlar maksimum boradigan bo'lsa 80-90% gacha boradi-da o'zini. Pikiga hali chiqmagan bo'ladi, lekin hayotda bitta sinov keladi, tashab ketadi sohasini. Siz demak, hayot o'zi sizga motivatsiya ekanda u. Meniki hobbi-yu, qo'shiq aytish hobbi, yoshlikdan hobbi bo'lib qolgan. Ha, yaxshi. Namanganda masalan siz ko'proq anaqa bo'lgan, sizga ko'p rep bilan pul topolmaydi deydigan gaplarni ham eshitganmisiz? Qo'y, bu sohani tasha bo'ldi, nima qilasan? Hozir ham gapirishadi. Bu bilan masalan oila boqib, bola chaqa boqib bo'lmaydi deydiganlar ham bo'lganmi? Bitta ishtayli. Xohlagan joyda bo'lsa qo'shiq aytadigan magnitofon deb o'ylaydi bizni. Bitta ishtayli. Bo'ldi, to'xta deb. Bo'ldi, o'zi aytib beraman deyman. Shunday ketdilar. Okey, pul topsa bo'ladi. U gap ko'p bo'lgan. Yo, shunaqa odamlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Qaytarmoqchi bo'lganmi shu sohadan? Galishni o'zimiz oilamizda ham boshda qarshilik bo'lgan. Lekin men to'xtamaganman. Endi oilam qarshilik qilsa to'xtamagan ko'chadagi auditoriya вообще to'xtamayman-da, to'g'risi. Dalishi yo'q. Misol oilamdagilar oxirida meni ham o'zimni haligi nima desam bo'ladi. Hurmat qilgan holatda qarorimni bo'ldi deyishdi. Uydagilar unaqa negativ fikrda emas. Yo'q, hozirgi kunda pozitivniy. Chunki men aytgan qo'shiqlarning ma'nosi bor. Hozir oldin bo'lmagan bo'lsa ham. Oldin endi yosh bo'lganman-ku. Masalan, sizlar uchunda rep, ya'ni rep sizlar uchun san'atmi yoki prosta hayot tarzingizmi? Sizga shunaqa bo'lsa kerak. Конечно, meniki. Hayot o'zi men uxlasam ham ichimda trek yozib yotaman. Shunaqa. Meniki naborat. Nima? Endi ilhom xohlagan vaqtingizda kelmaydi. To что ichingizdagi bor narsani hozir o'tiribsiz-da, men hozir yozib beraman deysiz, u vaqti kelmaydi. O'zini vaqti bo'ladi uni. Qanaqadir momenti bo'ladi. Namanganda eng zo'r rapper kim deb o'ylaysiz? Tarixda masalan. Shu paytgacha rapperlar tug'ilgan, yo'q bo'lib ketgan eng zo'r. Eng zo'rimi? Endi oldin bilmayman kim bo'lgani. Yo'q, men taniganlaringizdan eng yaxshisi kim bo'lgan o'zi? Masalan, u sohada emas u odamlar. To'g'rimi? Shu Muzaffar akalarni, Muza. O'shalarni bilaman, eng zo'r ashular bo'lganini bilaman. Chunki hozirgacha ular dis aytmasmi? Dis. Namanganning nomidan chiqib, darshi bo'lishganda. Dis nima u? Odamlarga tushuntirib o'tib ketaylik.
Seni boshing kal, qilasan ish kal desam dis bo'ladi. Bir-biri bilan gap tortishishmi? Sizlarda ham bo'ladimi shunaqa? Bir ishni ko'rsatma deysizlar. Bo'ladi. Ishni ko'rsatma deysizlar. Bo'ladi. Qattiqlashib ketdi. Hozir boshlaymiz. Srazu bir-birimizda emas-da. Tak hayot, ozgincha sevgi. Yo, просто odamlarga dis nimaligini bitta ozgina bir. O'zi asli haqiqiy 30 dis. sekundlik. O'zi asli haqiqiy dis, u so'kinma aytadi-da. Biz so'kinmagan holatda qog'ozga o'ramiz, o'zingni ochib olasan. Давай. Dis. Tilmasdan kartoshka sag'izib piyozni olasan u biratan. Sochni kappa kal qilyapsiz o, mikrorayonda yashayapsiz o. Nima gap ishla qali biratan, ishlab qizlarni tishlab va har kuni tunda boriladi bitta sekin mana yotib olib qotib olib nima gap qara kelishini qofiyani botda mana podcast shotda o'tiribsiz ro'paramda biratan azga mazza chota Menda hammasi yaxshi. O'zingda nimaga baza bo'yapsan? O'zlaringcha chochingda oldirib olib fikr bo'lsa qo'llar eshib qolgan. Esimda o'sha 31-kun nazar yana bilmasdan qattadur yuribdi. Oldida bitta sariq sochli qizcha. Ey janona, seni ko'rib qoldim. Kimni oldida desang, o'sha azamasada. Okey, u prosta kelgandi, sizni sevaman degandi, lekin azi u qizni sirazi atkaz qilgandi. Lekin u kevat hali ham nimagadir meni sevyapti. Lekin men qizdan orqasidan bormayman, sirazi orqasida u yoq o'tirib olmayman. Chota brat ishlaqali azi shota, ba'zi qizlarning orqasi yaqmali. Qizlarni ko'rib bo'ldim, kimligini bilib bo'ldim. Xavotir olmaginsan ey azza. 5-mikrorayonmidi? 5ga boryapsiz, 5ga birinchi mikrorayon qayerda bilasizmi siz? Cho'ttam nima qilyapsiz? Hali ham bo'ydoq ekansiz, qachon uylanasiz? Xotin olsangiz, ertalabda uyg'otadi. Islomga turing desa, sizni sochingiz tamallaydi. Voy, sochingiz yo'q-ku, uzr, biratan adashib ketman. Meni kechirasiz bilmasdan. Kal bo'lsam ham lekin uyalmasdan yuraman. Quloqim shampan quloqmasligiga shukr. Kal bo'lsam ham zato soqolim bordir va bu dunyoda menga o'xshagan bitta o'zimmasman. Yig'ishlar foydasi bo'lmagan ishlarni og'zini yetib mensimaganin tugadi. Bit, hit. Xulasa, bir-biriga mana atvet shunaqa, oldi yana uni yoshlikda eshitganmiz, bad boy. Bad boy da. Shunaqami? Shunaqa. Bad boylar drama bo'lgan u ham, to'g'rimi? Drama olib chiqqan bad boy. Bu ham bir-biriga dis aytgan, shunaqami? Bizda ko'proq viloyatlar bir-biriga aytgan. Farg'onada Minor, bu yoqda misol Muza, Toshkentda Dior Productionlar bo'lgan. Hozir yangi rapperlar chiqdi. Endi u pashti u ko'tarma qoldi ham shekillar, u anaqa dislarni. Dis yo'q bo'lib ketdi dislar, misol. Hozirgi hype ga o'xshagan narsa blogerlarning orasida hype qiladi-ku. Bizda dis. Shu paytda Bluetoothli telefonlar bo'lardi, u yoq-yoqqa o'tkazib yurardik-da. Shunaqalarni bir-birini so'kkan, to'g'rimi? Bir-birini so'kkan. Yangi chiqibdi. Atvet aytibdi unga deb, Haligi xavfli hudud bulutlar o'sha paytda chiqqanni so'zlar. Agar sizga katta pul berib, repni tasha roz desa, nima degan bo'lar? Tasharmidingiz repni? Katta pul beribman. Qancha? Qancha? Rep tasha bo'ldi, azza deydigan bo'ldi. 50 ming. Bo'ldi deb. Ko'taring narxini. Bo'ldi derdim, bir haftadan keyin boshladim. Pullar bo'lib. Ijodga tikardim. Lek tashamaysiz. Yo'q, okey. Umuman. Tashamayman. Nimaga unda masalan, mana odamlarga qiziqdi, yaxshi dohod qilasizmi? Dohod zo'r emas. Okey, birinchi o'rinda odam o'zi xohlagan ish qilishda-ku, misol, okey, rassom bo'lsangiz, rasmingizni hech kim olmasa ham, oyoq rasmini chizib qo'ysangiz ham o'zingizga yo'qsa, misol, ashundan siz maza qilasiz-ku. Kimdir
ichib kayf qiladi, kimdir chekib kayf qiladi, kimdir qizlar bilan yurib kayf qiladi. Lekin men rap aytsam kayf qilaman. Asha menga kayf. Davay. O'zbek repi rivojlanishi uchun nima yetishmayapti, nima deb o'ylaysiz? U katta mavzu. O'zbek repi uchun nima uchun rivojlanib ketmayapti? Rivojlandi o'zbek repi ancha, oldinga qaraganda hozirgi kunda. Biz replardan deganda Shohruh keladi-da, to'g'risi bizning xayolimizga Shohruh rep keladi-da. Shahriyor. Endi Okey, litsenziya berishmagan, misol reperlar xohlagan, ular ham katta sahnaga chiqish xohlagan, misol borib litsenziya so'rasa, litsenziya berishmagan, reperlarni hurmat qilishmagan. Reperlarni odam sifatida, ijodkor sifatida ko'rishmagan ular. Endi sal ko'rinibdi, misol hozir endi beriladi deb eshitdim, beriladi. Misol men o'zimga ham ko'p taklif qilishdi. Ha bo'ldi, olamiz dedim. Oldi o'zim albomlarimni tayyorlab, keyin litsenziyani olib turib, bitta boshlayman dedim. U litsenziyani o'zi harakatdaman. O'sha paytlarda hurmat qilishmagan, Islom aka bilsangiz kerak, misol mendan yoshingiz katta, litsenziya berilmagan, reperlarni odam sifatida qabul qilinmagan. Bizda nima desam bo'ladi? Odamlar orasida eng eliga bir yomon insonlar deydi-ku, ijodkorlar ham orasida bular shunaqa deb o'ylagan. Yo, biz o'zi reperlar haqiqat topib chiqadi-da, hayotda bo'lgan misol aytdim-ku, boshida ham aytib o'tib ketdim. Hayotda qiyinchilikni ko'rgan insonlarni gapini prosta sal qo'polroq qilib olib chiqamiz biz. Qo'pol, gangster deydi, gangster yo'lanishda. Sal qo'pol bo'ladi, u odamlarga, misol haliga adabiy odamlarga u noto'g'ri ishtiladi. Xuddi ularni so'kitgandek ishlaydi. Yo, o'zi asli bular haqiqat. Haqiqat sal achchiqroq aytamiz biz. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima yetishmayapti O'zbekistonda rep rivojlanib? Ko'pincha bir xil stil. O'shani hisobiga. Yengilligi, yo'qligi. Bitta repda emas, общий olganda san'atda O'zbekistonda. Bir xil qaytarilaveradi, bir-biridan plagiat qilinadi, o'g'irlanadi. Ozgincha instrument qo'shilib qo'yiladi, bo'ldi. Va kelajakni qanaqa ko'ryapsizlar repni? Kelajagi bor rep aka. 5 yil, 8 yildan keyin O'zbekiston. O'zi 8 yilga ham bormaydi, 8 yilga ham bormaydi. O'zi ancha yaxshi, misol mana Konustalar chiqdi, misol, ha? Konustalar chiqdi, sekin-sekin bizga o'xshagan reperlar sekin adabiy yo'nalishda achish boshladi o'zi. Chiqdi, odamlar tushunibdi repni. Eshitdi, Instagramda reelslarda qo'yibdi, edit qilibdi. Dunyo o'rniga chiqishga. Dunyo o'rniga chiqishga bor. Lekin Osiyo bo'yicha misol Qozog'iston ham yaxshi reperlari bor. Ularda ham yangicha yo'nalishlar bor. Juda ko'p. Ha, ularda juda ko'p. Bizda ham bor. Uji chiqdi masalan, Dior Production ham qaytdi mana. Qaytdi u ham seriozli ijodkor rep bo'yicha. Toshkentda oldindan bo'lgan, u uji ko'cha hayotini ham aytdi. Endi u Diorni ko'pchilik shu so'kinib aytgan ishlarni dislarni biladi, to'g'rimi? Eski Derski Dior deydi, hozir ham Derski deydi. Eski u Dior shundan qarasangiz oldindan taniganlar eski qo'shiqlari bilan eslaydi. O'sha so'kinib aytgan qo'shiqlari bo'lganda u paytda, to'g'rimi? Dislari bo'lgan. Ha, lekin hozirgi moment oila, qadriyat, misol shunaqa narsalarni ko'proq olib chiqdi. O'zi ham aytib o'tdi, eshitgan bo'lsangiz kerak, u qadimda bo'lgan xatolar bo'lgan, misol hozir endi boshqacha Diyor dedi-ku, misol. O'sha zamon ham o'zgarib ketdi. Zamon ham o'zgardi. Hayotini o'zgargan variant. Xuddi shunaqa. Erkak bo'lib. Yo'q, oldindan erkak bo'lgan. Yo'q, endi yosh versiyasi bilan уже более 35 Ha, yosh ancha katta bo'ldi demoqchi-da. Yosh katta bo'ldi. Ulg'ayib. Bittaga har bittadan bittadan mana arinaga kelganlar. Arina. Bittadan muzika eshitsa. Farqi, musiqali, Davay. Biz maktabda o'qib, ijtimoani bilmaganmiz, bu ko'chada hurmat uchun qancha qonni to'kamiz. Biz kimlarga ishonganmiz, kimlardan pand yegamiz, atak orqadan emas, lo'pma-lo'pma urganmiz. Ko'cha hayotda yurganlar o'z ichini o'zi bilar, shu qorong'i ko'chadan chiqquncha sabr qil, kim soxta, kim sotqan, hammasini vaqt bil. Hayot oson emasligi shu ko'chada o'rganilib, bo'rni yesa ham, yemasa ham o'zi qon. Buni ko'rib turklar bayram qiladi har kun, kiyimlar chang, ustun loy. Oilada bo'lmadim erkak to'y, ko'rmaganim ko'rish uchun harakatdan tinmadim. Issiqmi sovuqmi hammasiga chidadim. Pastmi baland, orzuyim juda baland. Tiriqlar yozolmasdim bo'lmaganida talant. Bu hayot qiyin edi, nega bizni hech kim tushunmaydi. Ichimda nimadir
yo'qotilmaydi, unga malham topilmaydi. Bu hayot qiyin edi, nega bizni hech kim tushunmaydi? Ichimda nimadir tirnaydi, unga malham topilmaydi. Tomirimdan qon oqadi, attak yuragim plus, tiriklarim yondiradi qo'shiqdagi minus. Gapni tagidagi gapni ko'ping so'la tushunman, haqiqatni gapirganni nazariga ilman. Tunda nega uxlolmayman, sigaret tutolmayman, pulim yetmas bir o'ylaydi da. Aziga mazza, drill, trap, hatta ketu. Yig'ishtir foydasi bo'lmagan ishlarni og'zini turmay ismagalarni ko'p ketganlarni burni balalarni sanchmasdan degan bir talan o'rtadagi gapliga e'tibor berma. Erkak yarashmaydi boshqa tema, gapillamas degan deb foyda menga yaxshilab shu gapni jo'q. Ta'zir to'g'ri so'rgan qolgan sevib temasiga davron bergan quloqdan ashni boshim olib uni esa sen meni ko'rmani o't. Men replar kimgadir yo'qmaydi, kimdir bu temaga aylanib boqmaydi, negativ parsali kayfim buzmaydi. Ba'zi bachkanlar ramkasi bilmaydi salani gaplaring men qizim, deb tema gaplaring vash qizim. Zinaga chiqamiz astamas, ko'rolmaganlarni yurak qas. Onamning duosi yonimda qalqon, onamning duosi bo'ladi. Darmon vaqtida duoni olgan do'st, bir kun ishda bo'lmasdan ko'chada yurgala, kayfini surgala, varzakon pagoni yerga kelgala, o'ttiz davrida bo'ydoq surgala, o'ttiz o'tganda hayotni bilgala, ko'chga ketmang, o'zingni bos, o'ttiz qizlarni bo'ying noslo, yo'lingni yo'qotma, maslahat senga, hozir yoshling bo'lmasdan ma. Спасибо. Yeah. Если так больно любить перестану, колет ножами открытие раны. Мы как две бабочки, более нервные, вроде так близко, но не замечали. Если так больно любить перестану, колет ножами открытие раны. Мы так две бабочки, более нервные, вроде так близко, но не замечали. Sevgi senga o'yinchoqda o'ynaysan yana, otmoqchi bo'lib yana ketmoqdasan. Ey asal qizcha, senga nima kerak? Sevgi yoki boylik qanun uka? Sevgi nima o'zi sen uchun nechi? Boylik nima o'zi sen uchun nechi? Yoshing 25 edi 10 yil oldin, qarib qopsanki ey qizcha. Sevgi nima o'zi? Aslida bilmasdan yashayapsan, bilma yana. Azgincha o'tib ellikka ham kirasan. Sevgi nima o'zi? Qani tushuntirib berchi? To'g'ri, men boyni bolasi emasman-ku. Kambag'al bo'lsang qarashar ekan cho'ntagingga, kiyim olgan kiyimlaring va ushlagan telefoningga. Sevgini aytchisan, o'sha kunlar o'tmoqda, esimda o'sha qoldirib ketgan sani visolingni izladim, lekin ko'rdim sani. Qalbingda faqatgina boylik ekan o'sha. Bording san o'sha boyvachchalarning oldiga. Sani 1 2 3 deganda ko'rib tashlab ketdim voy. Ming degan so'z faqat chiqar sandan. Ming yana ming soati degan so'z chiqar ekan sandan. Boyliging ham bor yoshing 50da, endi kimga keraksan sen o? Qara bola gapiryapti, har kunni qara yana tunni ko'chaga chiqyapti. Qara mana har kun tagida oppoq BMW, qara nimalarni qilyapti, telefon kelyapti, net nomerdan olmaydi. Buni bilasan biratan. Net nomeri biz olmaymiz. Unaqa temalarga biz вообще qiziqmaymiz. Sevgi senga, sevgi senga. Sevgi senga. Pul edi o'sha vaqtlar. Endichi yaxshi. Sevgi senga. Ketdim ha, boka boy tilla, qozoningizda tosh tilla. Xudoyim qani o'g'il bersin, o'g'ilning o'zi rahmatullohning donosi. O'choqda ko'l, karmonda pul, chiqara qoling qara ming so'm puldan ot oldim, otni sotib qara xotin oldim, xotinniki tog' ketdi. Qara isming nima sani? Arina. Yeganmisan varina? Nimaga yemading? Yemasmi?
nima gap islomoga qara baratani mani kelishini qofiyani mana azi kulaganlar freestyle mana to'qiladi mana xalqni mani chekyapti chota baratani X style chotki moshni butili bezni mana razgovorda mana yuramiz qara mana sevgi senga o'yinchoqda o'ynaysan o'tasan niqobingni ishga solib kerakligini olasan sevgi senga o'yinchoqda o'ynaysan o'tasan niqobingni ishga solib kerakligini olasan hali vaqt kelar yig'lab chekasan afsus azoblarga cho'mib hali mani ko'rsasan hali vaqt kelar yig'lab chekasan afsus azoblarga cho'mib hali mani ko'rsasan shaharda qoq o'rtasida bir solo deb bog'da sana yana qancha kutay mana shu haykal tegadiganlar inchib o'tirsin undan ko'ra ular soddalikin bilar ko'rasan kimni ayrar vay 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 Ari qar nima deyapti bolalar senga gapiryapti san atvet berasanmi sevganmisan buni yo bu seni sevganmi buni bilmadim galereyada ishlabman hech senga qaramadim qara aza 50 ming qo'shib beradi qara aza 50 ming qo'shib beradi ha siz qo'shib berasan Gap yo'q bo'ldi rahmat. Freestyle unida keladi dedingni. Ko'pchilik targalik qilib olgan bo'ladi deyish mumkin. Men hozir sizlarga 3 ta so'z aytaman. O'sha 3 ta so'zga aytib bera olasizlar? Mayli. Birinchisi Namangan. Ikkinchisi podkast. Namangan shahrimiz haqida. Ikkinchisi podkast. Uchinchi so'zim orzu. Orzu? Odam orzusi bo'ladi. Orzu. Ha, men men kirayli orzu. Yo'q, orzu. Orzu. Mana qizatsın. Böyle lokal aytamiz. Podkast orzu. Namangan. Namangan podkast. Podkast orzu. 3 ta so'z aytaman. O'shanga freestyle qilib beringchi, ko'raylik. Bo'ldi. Sizlarga menimcha qiynab qo'ysa kerak. Ketdi. Boshlaysan. Mani shahrim bu Namangan qara 12 ta viloyatda ajralib turgan boshqacha shahrim qara mehmon do'st Namanganga gazni bos Namangan bolalari boshqacha qizlari vashi takoy o'ziga yarashgan odobli ishidan tashqariga chiqmaydi eridan beruxsat hech kimga qaramaydi buni bilasan bu Namangan 12 ta viloyatda qara ajralib turgan Namangan shevamiz cho'tkiydi avamli achamli dedomli mahalla maprotol xola atak hammasi zo'r o'ylab ko'r san bratan Namanganga bitta kelib ko'r chotki bo'ladi mana bilasan Namangancha podkastda bratan san nima qilasan 5-dekabr kun esimda taksiga minib kelarman Namangan birinchi marta emas bu ikkinchi marta qatgan galereya restoraniga kallanchik bo'lib kevaman salomga Ali ovotdi уважениеga tut botdi assalomu alaykum mani ismim Islomxo'ja starshi kallanchik nima xohlayapsiz Namanganda menga bunday qaryapti etotdi toshto 5-6 kallan qilib berishim kerak kallan qilib berishim kerak yana Instagramda o'tiraman qararman Namangan podkast chiqyapti. Voy, bu akani ko'rganman bir marta, yana bir marta kallan qilib berganman. Qizuv bo'lib qoldi, qana kirayli, yana kirayli. Omading bo'lsa, deyshadi ba'zi ahmoqlar, omading ketsa, deyshadi orzu. Orzu nima orzu bitta maqsad qo'yiladi nafrat yo'q faqat maqsad mani gazni bo'lsamiz orzu bitta reja va maqsad kabi tuzamiz mana orzu qilinadi o'sha kelajagiga mana sekin asta qadamni yana bosiladim bitta erishganlar bor hammasiga erishib bo'lganlar yana kelajakka tayyor sekin qadamni bosgan orzu kuch mana orzu nima o'yla uchun maqsad qilinadi toqat sabr o'yla nima orzu bu ota ona mani mehrda olib borib mana Makkaga yelkada aylantirib yurishda undan katta orzu bo'lmasa kerak bunaqa orzuni qara hamma bilsa kerak orzu qilib yuribsan-ku kech orzu havaslar qilib yuribsan-ku ko'cha yana qanaqadir qizchalar bilan mani orzuyim bitta uy emas bitta xotin emas aqlimni joyga qo'yib birinchi o'rinda sog'liqni joyga qo'ysam bo'lar
Yoshim 28 ga kirib qolgan. Wow. Hamma so'rashar nima uylanmagansan, Ha. nima ish qilasan, yana nima qilasan, qancha oyliging bor, yana savol berarlar. Men aytmasman ularga aslo, nima keragi bor bilibman haqimda. Yana bir marta aytamanki islom xo'ja. Oke, uylansam xotinim bo'lsa, mani xotinim ertalabda sekin deb uyg'otsa, tursam o'sha hamma narsa tayyor bo'lsa, asal qand, novvoy choy banan bilan, tuxumlar qovurib qo'yilgan kolbasa bilan sekin uni yeyiladi, hammasi chotki biratan. Sekin kasb shimni kiyiladi. O'sha mahallada sekin yana chiqiladi. Kechki paytda telefon qilyapti. Dadasi bugun payshanba, osh tayyor, kelasizmi bo'ldi? Qachon keldi yana shanba? Voy kelyapti, mana xotin aka nima deysiz deb telefon qilyapti. Orzu havas конечно qilish juda oson. Hozirgi momentda yashash juda qiyin deb o'ylamagin san aslo. Ey azza, xayol paras qilmagin. Birinchi o'rinda bitta ko'p bo'lmaysan. Xotining bo'ladi yana plus. Agar beradigan bo'lsa, uchinchisi qorinda bo'ladigan bo'lsa, rasxoti o'yla. Beradigan ham Alloh, oladigan ham Alloh. Buni juda yaxshi bilaman, hayot bu. Har bitta qilingan tanlov eshiklar ochilish, yopilishi faqat senda. To'g'ri yo'lda yur, nima qilasan cheki, to'g'ri yo'lda yur. Qizda bilan yurma, uy yerga borma, unaqa qilma, bunaqa qilma, biratan uyda o'tir. Sani do'stingning laqabi bo'lardi qo'tir. To'g'ri yo'l, qarorchi bilaver. Bu azza deganda azamaza, doim qamagan uchun hamma narsaga tayyor. Gap yo'q. Gap yo'q. Maza qildim lekin bor-ku. Yaxshimi? Zo'r ketyapti. Pozitivniy, Pozitivniy. zo'r. Gap yo'q. Yana mana endi nima desa bo'ladi? Namangan farzandimiz hammamiz. Namangan Shevada rep kuylaganmisiz? Voy. Qiziqda bu. Birinchi marta juda qiziq bo'lganda Qiziq shu bo'lgan. juda qiziq. Yo, men aytganman. Nima deganman-da, nima bu so'z deganman. Oke, bizda ulug' so'z achani. Achani dedimi qo'jayli. Oke, Namanganchada rep yomon chiqsa kerak. Endi odamlar qanaqa tushunadi endi Ya bu. to'g'ri qabul qil. Mana hozir o'sha Shevadan o'sha uyatish anaqa qilish. Yo'q, biz uyatmaymiz. Shevadan biz ham masalan hech kim naborat. uyatmaydi-yu, to'g'rimi? Shevamizda. Zo'r-ku, Shevamiz. Hech kim buzib aytibsan yo'q demaydi-yu. Naborat yaxshi deb qo'llashadi menimcha. Kommentariyada yozib ketinglar-chi. Kommentariyada ko'ramiz. Namangan Shevada bitta bo'lsamiz. Ki bitta alohida agar odamlar qo'llab turishsa, alohida bitta ashula chiqarasan Namanganchada. Kelishdimi? MP3 original. Agar kommentariy bo'lib ketsa, Namangancha. Ha, qo'llab turishsa, Davay. Конечно, qo'llaydi. ketdi. Oke, siz Namangancha aytayapsizmi o'zi? Nasib. Ketdi-ku. Qani, ketdi Namangancha Shevada. Namangan Eksklyuziv. Sheva. Ha? Namangan. Onka Namangancha aytadi. Ekskluzivmi? Eksklyuziv, premyera o'zi kulamiz Namangancha. Oke, ishlayman mana edi. Sardobada yurardi, pomidorni sotib, har kuni bola bilan kechqurun qotib, bola oshnam chaqirardi, oshnamning laqabi Abadidu mahallada baqirardi. Oshna o'ynaysizmi chiq vaqa? Bo'ldi o'zi chiqaman. Kimlar bor? Hamma shehda bo'ldi. Shundoq chiqsam o'zi bola 5 ga 5 sastav qo'yibdi. Bundoq qarasam eshaminda o'ynayapti. Ha, sekin eshamindan o'ynardi. Pakirni dumalatib, dimi sekin qulog'i bilan chizardi. Dimi o'ynardi, u qilardi va tak hamma bola bilan cho'milgani borardi. Ariqlarda cho'milardi mazza qilib, ma'purato holatdan qatig'ini olib, bo'lka tuxumni qovurardi, u yoqqa bu yoqqa grinkani yeb qochib ketardi. Boqqa borardi, Bobur bog'i, o'sha Deveresning yonida doim qo'ylardi bizni bitta tog'i. Chunki kechki paytda bo'lsa, voyaga yetmaganmiz, biz 12dan keyin yurishni bilmaganmiz. Maza qilib yurdik, ko'rdik hammasini. Katta bo'ldi, kimlarni ko'rdik? Sochkal, soqoli bor, atak zo'r bola. Biratan kelgan qaydan? Toshkentdan kelyapti, kalyani tayyorlayapti. Biratan har kuni kechqurun o'yda qotyapti. Sekin ko'rpachaga yotyapti. Atak zo'r bo'libdi. Ha, bir kun ertalabda tutsa vachamlar baqiribdilar. Qachon o'ylanasan o'g'lim? O'ylanaman-chi. Qachon avamlar suv kutganladi? Nomlar qaydalar bilmayman, hamma baqirchaga qilgan okom maza qilib uxlagan. Turib ketdim ishga shoshilib, ko'zimni ishqab, bundoq qarasam tapchikanmi bittasi yo'qolib qolibdi. Itimini olib qochib ketib, tualet tarafga olib borib qo'yganman, uni yolong'oq qidirib borgan. Sekin oldim, sekin mahalladan Sardoba 4-mikrorayonga qarab borsam, to'rda Damasda bitta olka kelibdilar, sekin oldi
hali boshmikin deb qarasam bitta oka o'tiribdilar. Damasni o'chib o'tirib oldim. Qarasam hamma to'la. Orqada bitta oka nosni o'tib olganlar zo'ra. Sekin o'tib oynani o'chib turing dedilar. Sekin oynadan nagili pastga qarab turibdilar. Yomon bo'libdi-ku. Bir tamani yomon qarab kelibdi-ku. Mayli deb ketibdi yo'ldan. Sekin o'tib olay debotdi. Debotdi emas, bo'libdi, oka. Sekin ketibdi. Vokzalda mikrofonga qarasam bitta qiz chiqib kelibdi. Men to'nga e'dan qo'chish o'rniga nagili turibman. U qizga ishini o'chib aqshaga qarab qolman. Sekin chiqdi u qiz menga qarab, "Oka orqaga o'tib olmaysizmi?" dedi. "Yo'q, orqaga o'tib olaylik" dedim. "Bo'ldi" dedi. Sekin shundoq qildi. Meni yubkasi bor ekan, atakuni chap tomoni zo'r ekan. O'ng tomoniga nima qildi? O'ng tomoni ancha qizarib qoldi. Valla. Yomonsta. Ama so'kish. So'kish oling. So'kish oling. Kommentda so'kish oling. Yaxshi chiqdimi? Gap yo'q, eksklyuziv shitdiga. Shay o'zi kelib hozir. Ha, yo'q, Namangancha kuylamaganman, biromatda. Gap yo'q. Mana Aza mana to'yga ko'p borasiz. Qiziqarli holatlar bo'lganmi? Masalan, chunki to'yga borganda hammamizni to'g'ri qabul qilavermaydi. Yomoni bo'lgan. O'sha bir ishtayli-chi. Aytmayman, qaysi rayonligini aytmayman. Endi o'rayam komenda to'lib ketib qolishadi. Bitta joyga borganman, ichkili rosa zo'r bo'lar ekan u rayonda. Dalan o'ttasiga borganman, chaqirishgan. Bitta qiz chaqirganda meni. Mana bo'ldi, o'zimcha qahramonlik qilib bordim. Yangi to'ylarga chiqgan paytim shundan bo'lsam atmosfera vashshe boshqachani. Hamma qatib bo'lganda. Shundan o'rni mikrofonni olib rep ochsam, bir mahol bitta opodi shundan qaradilar. Shundan qaradilar. Ko'z katta-katta kelibdilar men tarafga. Dedim. Cho'ta nimadir nitva dedim. Rep aytib turib, ana sho'g'ri rep qo'shig'ini aytib, xatoni aytgandim. Orqamda xato bo'lib turgan ekanlar, ko'tarib bang deb uddilar, stol olib. Mana shu orqamga urdilar. Nima maqsad? Tushunmaganlar bir. Ano artist o'sha oldilar. Nima gap tishlaymi? Urdilar. Yo'q, qol bu xoromdanmi? Yo'q. Qaydan kelib bo'ldi bu? Kimsan voy? So'kdilar. O'jaga, men prosta rep aytgani keldim. Shayton deb o'ylagan. Desam, nima aytsan? Nima bu? Qanaqa bu san'atda o'lishadi? O'chaga. Ular nima? Bu rep, bu deb olib kiyovga qarab, ayting-ku men ularga desam, kiyov vapchi ekanlar. Dama ko'z ekan o'yda. Ocha chiqib qolganlar, olib chiqib qolganlar. Edi, menga 3ga bir uji anaqa bo'libdi. Yo'nimda hech kim bilan bormaganman. Ular administrator bog'lar bilan bo'lish yo'q edi u paytda. O'zim borib rep aytardim. Roza baqicha qilib bo'lib berilib keyin o'zi shundan tualetga kirib chiqardim, beri qochib ketib pulli ham bir umr esda qoladigan. O'sha yomon urganlar-da mana shu yerga toq. Shunisi bu. Nima bu? O'zi tasavvur ko'rdim-da. Vapsi g'alatida. Endi tushundim men nima bu stressda turadi desa. Kaltaga ta'sir berar ekanda. O'shanda opoddan kaltalari qattiq ta'sir qilib rep qilib ketdim-da mana. Opodagi kurtka bo'lsa gapingizni ayting-chi. Opodda assalomu alaykum. Umringiz O'shandan beri o'zimga kelmayman demaysiz? Ha, o'shandan beri o'zimga kelmayman. Hali ham kechasi o'ylanib qo'rqib sizni eslab turaman. Mana Aza siz eshitib turgan yosh reperlarga qanaqa maslahat berasiz? Qiziqadiganlar ham ko'payib qolyapti. Ko'payib bo'ldi. O'zancha yoshlar ko'payib bo'ldi. Men ularga nima deya olmayman, uka? Raz shu rep yo'nalishiga maqsad qildimi? O'sha maqsad sari qadamni bosish kerak. Plan qilish kerak. Ko'p kitob o'qish kerak. Ko'p kitob o'qing, iloji bo'lsa kitob qancha ko'p o'qisani, shuncha sizlarga yaxshi bo'ladi. Bu rep yo'nalishi ham o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Hayotiy o'zingizni hayotingizda bo'lgan narsani ham bu rep track deydi, trackga qo'shib keta olasiz. Ko'proq kitob o'qib, o'zini hurmat qilish, okay? O'zini hurmat qilish, so'zlarni hurmat qilish. Rep hurmat qilish kerak birinchi o'rinda. Rep yo'nalishi nima? Rep yo'nalishi qayerdan chiqib kelgan? Rep yo'nalishida kimlar qanaqa natijalarga erishgan, kimlar qanaqa yo'nalishdan, misol Eminem, oddiy misol Eminem qashshoq bo'lganda, u musorxonalarda yotib yurgan bola bo'lgan, o'shanaqa darajadan chiqib kelgan Eminem, okay? Hozir qarang, butun dunyo taniydi. To'g'rimi? Butun dunyo taniydi, bu boshqacha. Men nima deya olmayman?
harakat qilish kerak. Boshqa rapperlarni kuzatish kerak. Qanaqa aytdi, qanaqa yo'nalishda aytdi. O'zingiz uchun alohida boshqa formatni insonni yaratib, boshqacha yo'nalishda o'zingiz yo'nalishingizni olib chiqib, birinchi o'rinda birinchi qo'shig'ingiz shu bo'lsinki, ichingizdagi haqiqiy o'zingiz xohlagan so'zdan olib chiqing rapga. O'shanda sizni keyingi etaplaringiz yaxshi ketadi. Zo'r maslahat bo'ldi, yangi rapga qiziqayotgan bolalarga. Ha, bera olaman. Zo'r motivatsiya. Мотивацию надо поднять. Endi Wow. mavzuda sal chetlashib, ozgina Islom hoja bilan ham suhbatimiz bor. Bo'ldi. Bir ikkita savollarimiz bor Islom hojaga. Eshitaman sizni. Hozir men sizni tashqarida ozgina gaplashib qoldik. Menga juda ham qiziq tuyuldi-da, mana boshqacha fikrlaydigan bola ekanda bu. To'g'rimi? Boshqacha. Umuman. Ha, bu dunyoning fikrlashi emas. Yo'q, gaplashib qolib ketdik. Umuman shunaqa mana fikrlash qaydan sizga bunaqa paydo bo'lgan sizda? Har bitta insonda o'ziga yarasha sinov yoziladi-da bu dunyoda. Har bitta hozirgi vaqtda dunyoqarashim, har bitta qilinadigan ishim bu Umuman tanlov eshigi. boshqacha-da, men bunaqa dunyoqarash bor odamni ko'rmaganman, ko'rganmiz. Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta. O'ylay birinchi marta. Endi boshqalarga men o'zimga ham masalan qiziq bo'ldi-da, juda ham. Endi o'shani tomoshabinlarga ham bir fikringizni namoyon qilsadi. Bitta savol boshqacha bitta beray shularga. Ha, savol beraylik, bemalol. Bu podkast bu. Bunaqa bola bo'lish uchun qanaqa bo'lish kerak? Bunaqa Bizni o'ylash. ko'rib turganlar nima ekan deb. Ha, o'zi ishtasizlar. Ha. Вообще boshqacha. Lekin so'kmani deb qo'y. Bosh ichida bizda miya bor-ku, sizda nima bor? Miyani kattasi. Okay, menga endi o'zimizda oramizda bo'lgan gap bor. Odamdan ishda ko'z bo'ladi deyordingiz? Odamda uchta ko'z bo'ladi. Voy. Ko'rsizmi? Qo'rqitibdilar. Bir kechasi 2 da kalon tugatamiz, shu galereyada o'tiramiz. Odamda uchta ko'z bo'ladi deydilar. Men xayol siraz boshqa joyga ketdi. G'alati emasmi inson? Yo'q. Peshanada dedilar. Men peshanada soch bo'ladi. Yo'q, bunaqa mana siz hali to'liq tanishtirmadingiz, bir o'zingiz bitta tanishtirib, qayerda hayotingiz ko'proq o'tgan, kimlar bilan o'tgan, bitta bilaylik-da, keyin sekin mavzuni davom ettirsa zo'r bo'ladi. Xo'p. Mening ismim Islom xoja, yoshim 28 da. Yoshligimdan dodamlar rahmatli va buvamlar rahmatli katta qilganlar. Hayotimda har xil narsaga qiziqib kelganman yoshligimdan o'zi. Yoshligimda bitta kasalim bo'lganda meni. Boshim ozgincha kattaligi sababli to'shda ko'p yiqilganman. Bir kunlik pamyat degan narsa bor. Yo'q, bu hozir kulgili bo'lib tuyuladi-yu, lekin xuddi shunaqada bir kunlik pamyat. To'shda bugungi hayotingizni yashaysiz-da, bugungi kuningizni, ertangi kunni eslay olmaysiz, chunki slishkim yoshsiz. Shuni bildimki, to'shda yoshligimda o'zida inson tug'ilgan vaqti tanlov bo'lmaydi. Endigina tug'ilgan insonga. Otasi bilan bo'ladimi, onasi bilan bo'ladimi, yoki yetim qolishimi, yoki kimdir asrab olishimi, yoki ko'chada katta bo'lishimi, taqdir o'sha osilib bo'lingan. U yosh bolani tanlov eshigi hali ochilmagan. Tanlov qila olmaydi chunki uni hali unaqa qobiliyati yo'q, miyasi unchalik ishlamaydi. Men 3 yoshimda to'shni eslayman, rahmatli dodamlarga aytgan gaplarimni tish ko'rardim. Ya'ni endi bizning tilda opodda. Tish ko'rardim. Tushimda jang faqat. Boshidagi tishlar. Qilishlar, odamlar boshqa sivilizatsiya. To'shto hozirgi yashab turgan dunyoyim bilan men ko'rayotgan tishda absolyutna farqi katta. Bu qanaqadir kinodan miyaga qolib ketgan narsa emas. Agar qolganda miyada, to'shto yosh bolaga nimadir ko'rsatasiz-ku, u miyasida qolib ketadi. Pamyatida saqlanib qoladi baribir. Yillar o'tib, qanaqadir vaqtlar o'tsam bari esiga keladi. Men o'sha vaqtda сразу aytib qoldim, to'shto bu tushum как будто o'tgan hayotimda. Demak, siz bu hayotingizda oldingi hayotda yashagansiz. Shunaqami? Sizda o'ylashingiz bo'yicha to'shto bu dunyoda birinchi martamisiz? Ha? Nimani hisobiga aytasiz? Nimani hisobiga aytasiz? To'shto tana faqatgina Alloh tomonidan beriladi. Bu obratno
tug'ilganingizdan keyin baribir qachondir o'lishingiz bor. То, что bir o'zingiz tug'ildingiz, по-любому bir o'zingiz o'lasiz. Yo hozir Nafaqat sizga nafaqat tana ruh ham Alloh tomonidan beriladi. Insonni ichki dunyosi, то, что ichki ruhi bo'ladi-da. Bu то, что tanadan tanaga kiriladigan narsa. tushundim. Lekin hozir siz aytmoqchisizki, bir qirg'izcha qilib tushuntirganda, men hozirgi yashayotgan hayotimdan oldingi hayotda yashaganman deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Kim bo'lgansiz oldingi hayotingizda? Jangchi bo'lganman. Yo'q. Yo'q. Jangchiga o'xshamas-ku. Xudo. Tavba deydi. Voy, okey. Dunyoni o'zimda olib qaraganda boru, inson hozirgi sivilizatsiyada yashab turgan insonlar ko'p narsani bilmaydi, chunki ko'p narsani bizda уже skrit qilib bo'lingan. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, inson zotiga pashti ko'rinmaydi u. Mana siz Verxushkada turgan elitalargina faqatgina biladi. men uzr gapingiz bo'ldim. Aytdingiz, siz Rossiyada ko'p yurgansiz-ku. Katta professor, olimlar bilan ko'p gaplashgansiz, to'g'rimi? Gaplashganman Moskvada. O'shalarni bir fikrini bizga ulashingchi, shulardan kelib chiqib aytyapsiz-da, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi momentda bitta yaxshigina savolim bor-da sizga. Тебе тоже. Хорошо. Savolga javob berishdan oldin yaxshilab o'ylab javob bering. Hozirgi dana momentda sizning miyangiz necha foiz ishlaydi deb o'ylaysiz? Bir 5% bor. Nimani hisobiga aytyapsiz 5%? Statistika bo'yicha o'qiganman-da. Bir 5% ishlaydi. Insonning miyasi 4-5%. Maksimum. Maksimum hozirgi dana momentda 7% gacha. Agar добавочный narsalar ichib miyaga ko'proq imенно neyronniy связь degan narsa bor. Unda malik to'raga. O'shani kuchaytirmasa, ular professorlar tabletka astavni ichib yuradi. Чтобы katta elita professorlar, liba juda katta insonlar miyasi juda yaxshi ishlashi uchun. Abishni holatda hozirgi ichayotgan suvimiz ximiya bo'lib ketgan, полностью что yegan narsalaringiz ximiya. Oldin insonlar juda katta bo'lgan, bilasizmi? Nerealni katta bo'lgan. То, что hozir yildan yilga o'sha kichkina gunom. U qadimgi asrlarda aytsa, oldingi asrlar. Ja, uncha emas. 2000-3000 yil oldin ham odamlar katta bo'lgan. Yo'q, 2000 yil odamlar tarixini o'qiganmiz. Ancha quvvatliroq bo'lgan hozirgidan momentga qarab. Quvvatli bo'lgan, lekin bu kattalagan misol. Manaqasini ham aytib o'tingda, misol hozirgi ko'p maksimum 75, 175 shunaqa yuradi, hozirgi. 2,5-3 metrli odamlar ham bo'lgan. Undan ham baland ham bo'lgan. U anaqamizda, eramizdan oldingi. To'g'ri, ha. Xo'p. Undan bo'lgan. Nimaga asoslanib siz hozir mana bundan oldin ham aytdingiz? Bizdan ko'p narsani yashirishadi. Moskvada klubda birinchi marta kirishmadi, 22-yili. Chek olgandim, rosa. Sigaret. Sigaretni. Kalyan chekib o'tiribman. Oldimga bitta odam kelyapti. Absolutno tanishmas. Kal edi, men hali chochim bor edi u vaqtda. Kal kelyapti-da, tanishyapti. Islomdanman, то, что o'ynayapmiz o'tda. Давай выйдем, поговорим, dot. Tashqari chiqib gaplashib olaylik, dot. Shunaqa. Давай nomeringni qoldirasan, o'tiramiz, dot. Mana bunaqa insonni, то, что energiyasini sezadigan inson ekan u. Har bitta insonni analiz qila oladi. Psixologda ancha baland insonlar. Oradan 3 kun o'tgandan keyin telefon qildim. Dachasiga bordim. Dachasiga kelgandan keyin to, что ozgincha suhbatdan keyin menga aytdi. Necha foiz miyang ishlaydi deb o'ylayapsan? Men aytdim, 15% ishlasa kerak. Men unaqa miyam ishlamasdi. Unaqa nima deydi, o'lchamini bilmasdim men. Abishda maktabda o'rgatadi-ku, necha foiz ishlashi, qanaqa ishlashi. U menga bunday qaradi-da, meniki 20% dan salgina balandroq. Hozirgi momentda ichingda ishonmasang nimadir degan dedi. Hozir menga qarab aytolmaysan-ku, deyapti. To, что ichimda nima o'ylayotganim, to, что qanaqa hayot kechganim. Aytaman, yo'q, men unaqa ekstrasens emasman, deyman. Yo'q, aytadi, to, что ichingda nimadir de, men senga сразу aytib beraman. Klubmi debman-da. Сразу menga unday qarayapti. U Toshkentda o'qigan ekan. 79-yili. U endi professormi? Professor. Menga tabletka berdi. Ya'ni miya ishlatishga.
То, что aptekalarda sotilmaydi. Qiziq bo'ldi. Mayli dedim, oldim. Moskvadan Qrimga ketganimcha ichmadim men. Men yoshligim esimda bo'lmaganda, hozir sizda ham yoshligingizni eslolmaysiz, to'g'rimi? Eslolmaymiz. Har bitta minut sekundlarigacha birinchi qadamingizni esla olasizmi? Birinchi bosgan qadamingiz, birinchi marta ona libada deganingizni esla olasizmi? Chunki miyangizni dunyoning eng kuchli anaqasi kompyuteri ham miyani oldida ishlamay bo'lgan qoladi-da. Жесткий disk degan miyani anaqasi bor, funksiyasi. Har bitta ko'rilgan, har bitta etilgan hamma narsa сохранёнga kiriladi. То, что уже u miyani agar сотрясение olib chiqara olmasangiz, u joyida turadigan narsa-da. Qrimga qaytib ketdim, Moskvada o'xshamadi ishim. Moskva ham absolyutno sizga hech kim yordam bermaydi, ishoning. Qanaqadir kimdir oldiga boradigan bo'lsangiz ham, agar dokumentingiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'tda juda qiyin ish topish. Agar tilda biladigan bo'lsangiz, nagli bo'ladigan bo'lsangiz, uyalmaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, baribir farqi yo'q qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar ko'chada qolmaysiz-da. Chunki och qoladigan bo'lsangiz, уже izlanishni boshlaysiz. Bilasiz, to, что ko'chada qolgim yo'q deysiz. Qrimga borganimdan keyin esimga tushdi, to, что sumkamda borligi. 2 donani sirazi ichdim men. 22-yil bo'layotgan voqea. Professor Moriarty degan inson bor. Uni oldindan ko'rardim. Juda qiziqarli inson. Dishi как Bog degan как yoga nafas olish yo'llarini o'rgatadi. Bu imitatsiya deyiladi, to, что miyani ishlashiga juda yaxshi yordam beradigan narsa. Bir kunda 2 mahal, 3 mahal qilardim, moriyada cho'milardim. Именно o'sha moment, to, что пиковый moment edi insonda. Kuchingiz ko'p bo'ladi. Слишком adrenalin, bilasizmi, to, что любой narsangiz agressivni bo'lib qolasiz-ku. Именно o'sha moment kelib chiqadigan narsa, самый пиковый. 2 tabletkani ichaman, ko'zimni yumaman. Yoga. Как yoga qilaman deb bum. Просто vaqt to'xtab qoldi. Absolyutno vaqt to'xtab qolgan. Yoshligimni ko'raman. Ash 3 minut ichida ana shunaqa plyonka полностью ko'z oldimda просто bo'lyapti bu narsa. Hayotimda birinchi marta qanaqadir o'zimga o'zim tushunmasdan ko'zim ochaman-da, dodamga telefon qilaman. Doda shunaqa tush ko'rdim, shunaqa bo'lgan ekan. Ha, bolam shunaqa bo'lgan deb. Просто seni yoshligingdagi stress momentingga tushib qolmasliging uchun, liba katta bo'lganingda kimdir yomon ko'rib qolmasliging uchun etilmagan bu narsa deyilgan. O'sha vaqtdagi hammasini ko'rdingiz. To'g'ridagi. Absolyutno yoshligim birinchi qadam bosgani. Hovlimiz oldin qanaqa bo'lgani. U ana opadagi tasvirlab berdingiz. Ular ma'qulladilar bo'lgan haqiqatan. Yo'q, haqiqatan bo'lgan narsa. Как будто qanaqadir o'zi hozirgi danli momentda yashayotgan hayotimiz matritsiya sistemasidan-da. Sistemani ichidagi to, что дальнейшемeni 3-5 yil o'tgandan keyin bu sistemadan chiqish juda qiyin bo'ladi oddiy insonga. Men yoshligimdan bilib kelganman bu narsani. Chunki сравнивать qilganman o'tgan hayotim agar haqiqatan shunaqa bo'lgan bo'lsam, to, что bu hayotimda hozirgi absolyutno boshqa sivilizatsiyada yashayapman. Hozir siz mana rostdan ham oldin ham yashaganman deb o'ylaysizmi? Voy. Hamma yashaganmi? Men bilmasam. Siz yashagansiz. Ko'p insonlarda o'zi bilasizmi? $20 ekan u ham. Nomi nima edi? $20 inson ismi nima? O'sha. O'sha amerikalik olimlar. Hozirgi shov-shuv bo'lib yaqinda tipa Trumpni, keyin mashhur Gollivud, Amerikan yuzlarini qanaqadir ostrovga borib nimadir qilgan inson o'ldi, tipa o'ldi deb chiqardi. Bir gapirmi o'sha? Nima sababli deysiz? Nima sabab? Bunga o'xshash insonlar juda ko'p o'zi aslida. Bitta savolim bor. Qudratli odam bo'lganing uchun. Sizga ham bitta savolim bor. Bu dunyoga nima uchun kelgansiz? Shu toat ibodat qilish uchun kelganman deb o'ylayman. Mas aniq. Aniq, ustali. Xo'p, bu dunyo hammasi sinov. Hayotda nimadir bo'ladigan bo'lsa, problema degan narsa yo'q o'zi. Bu tushunchangizni bilaman men, juda yaxshi bilaman. Har bitta kelingan sinov o'zingizni tanlov eshigingiz
tanlagan ishing bilan bo'ladimi yoki Yo'q, yozib qo'yilgan bo'ladi. hayotda qilinadigan ishingiz to'shda qarang. Endi sizda 3 ta variant bor-da. 3 ta variant bor qisqa aytganda. To'shda chap tomonga boradigan bo'lsangiz reper bo'lasiz. To'g'riga boradigan bo'lsangiz bloger bo'lasiz. O'ngga buriladigan bo'lsangiz to'shda treyderchi bo'lasiz. Libo o'tgan hayotingizga qaytish ishingiz bor. Qaysi birini tanlaysiz? Sinov eshiklari sizdan, to'g'rimi? Hayot. To'shda har bitta qilingan sizni tanlovingiz bu sizni hayotingizda o'zi eshigi ochishingiz. Именно siz hayotingizni upravlat qilasiz. Miyangizda izlamaydi qildimi? Yo'q, izlamat emas, bular ishi peshi o'ylab tarafdan yuribdilar. Birinchi marta sizni ko'rganimda Ilon Plantanga o'xshatganman. Серьезно. Ko'zingiz yana ozgincha katta bo'lganda, nerealni o'xshaysiz, yashilroq taningiz bo'lganda. Yo, mana qarang. Ani kuni ham nimaga bizda oda anaqa umuman dunyo Xo'p. ko'p sir bor deysiz-da. Ko'p narsani Sirlar- yashiradi deysiz. Qani o'sha nimani yashiradi? Nima deb o'ylaysiz? O'sha professorlarda eshitgan ekansiz-ku. Xo'p, qarang, oldingi insonlar funksiyasi ko'p bo'lgan. Ya mana birinchi anundan boshlaylik. Ani kuni ham aytdilar-ku, yer qanaqa shakl. Yer, ha, qanaqa Mana shakl? yer qanaqa shaklda mana? Bo'pti, sizga savol. Yer qanaqa shaklda? Dumaloq shaklda. Nimani hisobiga aytasiz? Dumaloq. Qanaqa dumaloq? Yer dumaloqda. Qanaqa qilib- Globusda ham keldi. Sizdan katta olim, globus- biz yoshimizdan katta odamlar bor o'shalar ham. Bo'pti, o'sha globusga o'xshagan to'shta dumaloqni olamoqdimmi? Siz ham shunaqa deb o'ylaysiz? Xo'p, nimani hisobiga? Dumaloqligini hisobiga. Dumaloqligini qayerdan bilgansiz? Oddiy olimlar bilgan. Olimlar Maktabda bilgan. o'rgatishgan. Xo'p, olimlar sizni nima desam, yoshligingizdan qarang. Tasavvur qiling. Siz yoshligingizdan ko'chaga chiqmagansiz. Absolyutni hech qachon ko'chaga chiqmagansiz. Endi uydagilaringiz sizga o'rgatyapti. Qora rang, to'g'rimi? Sizni dunyo qarashingiz bo'yicha. Agar tug'ilganingizdan shu narsani oq rang deganda, допустим, 15 yil chiqmadingiz-da, 15 yil miyangizda faqat oq rang deb qo'ygan. O'sha shuncha programma bo'lib bo'lingan yoshlikdan. Tushunasiz, oq narsani esa qora deyapsiz-da. Ko'chaga chiqyapsiz-da, qanaqadir insonlardan oq narsani olib bering deyapsiz. Magazinga tasavvur qiling. Yo'q, bu oq emas, qora deyapti. Yo'q, oq. Talashni boshlaysizmi? Chunki sizni yoshligingizdan programma qilib kelgan to'shda oq deb. O insonni qora deb. Bo'ldi, siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa yer, qanaqa shaklda? Более плоский. Oxiri bor bari yerda. Yer oq. Yo'q, jigar. Bo'lmasa sizni o'sha xona olib kirib, o'shani o'rgatishgan ekan. Yo'q, Qur'onda даже kelingan to'shda yer dumaloq deb kelmagan. Nok shaklida deb. Tuxum shaklida. Tuxum shaklida. Tushunda qazadigan bo'lsa bari. Xo'p, mana qarang, yer oxiri qayerda? Qayerda bu? Nima deb o'ylaysiz? Ba, aytingchi, boraylik. Oddiy insonlarga ko'radigan joy emas ular. O joylar. Antarktika nima запрещен zona qilib qo'yilgan. Prosta Nima endi sabab? u joylar masalan sovuq bo'lgani uchun, odam uchun xavfli bo'lgani uchun zapret qilingan bo'lishi mumkin. Odam -100 da ham yashayveradi, -150 da ham yashaydi. Ishoning. Nima 1944-yil Amerikani 1000 ta soldatlar qochib ketgan. 39% o'lgan. Nimani ko'rgan? Nimani ko'rgan? Endi qizuvdi sizga. Yer oxini ko'rganmikin? Yoshingiz katta-yu. Endi men unaqa masalan yerni dumaloq deb bilganman-da. Chunki Qur'on kitobida. Chunki biz unaqa narsaga qiziqmaganmiz. Xo'p, dumaloq deb olgan bo'lsangiz, piramidani qanaqa qilib qurilgan? Piramidani odamlar qurgan. Odamlar. Qanaqa odamlar? Katta odamlar. Mana o'zing aytyapsan, oldingi anaqasida odamlar katta gigant bo'lgan deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, olaylik, odamlar deb olaylik. Bitta qo'yilgan toshi juda katta, juda tonna tosh. ikkita eng zo'r dunyoni anaqasi, nima deydi? Yangi zamonaviy texnikasi ham ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi. Ovoz, imенно gers degan narsa bor. Gerslar orqali to'shda havoda turilgan, qo'yilgan narsalar. Gers ko'p narsani absolyutno hozirgi eshitayotgan narsangiz ham, tonalism ham gersga hisoblanadi. Gitinachi nima deb o'ylaysizlar? Gersga hisoblanadi. Endi qarang, Antarktikada olsa, Burj Xalifa qancha uzunligi? 210 Dunyo bo'yicha eng katta. Eng kattasi. O'sha Burj Xalifadan 3,5 barobar
chuqurlikda uni pastiga burlar qilingan. Absolyutno. Bilaman. Ko'p qolmadi bu sir ochilishiga. Chunki meni taxminim bo'yicha 3-5 yil to'shta Amerika suv ostida qolib ketishi bor, 5-6 ta shtati. Chunki muz erivyapti, suvga aylanyapti, suv qancha ko'paygan sari to'shta muz shuncha tez erishdi. Shunda men qarang, siz nimaga Antarktidani yer oxirida bilyapsiz? Menga o'shanga aniq javob bilasizlar. Boshqa sivilizatsiya bor. Tramp Nima o'qiga bor? tegmay turaveradi bu. Nima bor? Xo'p, Antarktidani u yoqda nima bor? Muzli boshqa sivilizatsiya bor. Nima sivilizatsiya? Menga tushuntirib bering shuni. Bizga o'xshagan insonlar yashamaydi u yerda, boshqa insonlar yashaydi. Absolyutno boshqa insonlar. Qanaqa insonlar? Insonmiz-ku biz ham inson. Endi bizda tilda hayvonga возможно то что aylanishi mumkin, lekin ko'rinishlari Plus o'zgar sayyoraliklar demoqchisiz, to'g'rimi? xo'p, bu yashab turgan hozirgi dunyongizda, siz tushunchangizda odam shaklida boshqa jonzot bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Maymunlar bor. Yo'q, odam menga qarayapsiz, to'g'rimi? Odamman, to'g'rimi? Xuddi meni shaklimda просто ichida boshqa inson bo'ladi. Qanaqa Yo'q deb odam o'ylaysizmi? shakl? Xo'p, siz qaysi faktlarga asoslanib shunaqa deyapsiz? Menga aytib bering. Faktlar juda ko'p, absolyutno juda ko'p. To что Va bittasini aytib ilanplanetlar beringchi. borligiga ishonmaysiz. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rmagansiz, to'g'rimi? То что возможно sizda qanaqa tushuntirsam, чтобы bittada tushunasiz. Ko'zingiz hamma funksiyani ocha olmaydi, to'g'rimi? То что ruhlarni ko'ra olmaydi, ajinlarni ko'ra olmaydi. Bor shunaqa narsalar, to что osmonda uchib bizni kuzatib turgan narsalar ham bor. Lekin sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Texnologiya juda katta bo'lib ketgan o'sha. Tushundim, nimaga asoslanib? Mana yer dumaloq emas deyapsiz. Xo'p. Yassi deyapsiz. Xo'p. Antarktidani oxiri yer oxir deyapsiz. Nimaga asoslanib? Mana o'zga sayyoralar bor deyapsiz. Fakt. Samolyot qanaqasiga uchadi? Yotqizil qo'yilgan karta bo'yicha, to'g'rimi? Manaqa shar bo'yicha emas. Absolyutno. Bitta joydan ikkinchi joyga, to'g'rimi? Yerda kuponi bor. Yorib o'tib bo'lmaydigan narsa u. Yer dumaloq oladigan bo'lsangiz, mana dumaloq, anaqangizda fikringizda, to'g'rimi? Uni kuponi bor. Raketalar ko'rganmiz, to что uchadi-da portlab ketadi orada. Chunki kuponni anaqaga olmaydi. Qanchalik tez tepaga chiqadigan bo'lsa, har bitta samolyotda ham o'zini anaqasi bor, minimalkasi bor uchadigan. Undan tepaga chiqib keta olmaydi. Demak, siz odamzod hali koinotga chiqmagan demoqchisiz. Kosmos ham hech kim chiqmagan. Hammasi shu bo'lgan. NASAlar nima qilgan unda? Telefon mana telefon bor-ku. Hop, Nechinchi yili dunyo bo'yicha tarqalishni boshladi internet. Yo, siz oldingi bitta javobga, savolga javob bering. Общий o'shani ichida aytib ketmoqchiman. Tushunarli bo'lishi uchun. Telefonmi? Telefon biz qaysi internetligini aytsizmi? Internetli telefon birinchi marta. 2002-yilda boshlanganmi? Xo'p. Shunaqa atrof. O'zi aslida qachon chiqgan bu narsa? Necha yillar davomida to что o'ylab topilib, keyin legalizatsiya qilingan bu davlat orqasidan. Nima legalizatsiya? Litsenziya olingan. Ha. Necha yil oldin samolyotlar o'ylab topilgan o'zi U aslida. ancha bo'lgan u samolyotlarga. U qadimda bo'lgan-ku. Chunki absolyutno boshqa sivilizatsiya bo'lgan, o'sha oldindan bilib bo'lingan. Simpson degan multfilm bor. Oldindan tepa topadi. Lekin bu oldindan uyushtirilgan 100 reja. yillik planni menimcha tuzib qo'yiladi deb eshitganman. Oldindan qo'yilgan reja bu. Kvantoviy время degan narsa bor. Oldingi vaqtga boradi, orqaga qaytishi ham bor. O'tgan zamonda bo'lgan, hozirgi bizni danli momentda keladigan bo'lsa, dunyo bo'yicha qolgan bo'lsa 10 ta. Mana shunaqa dumaloq vaqtni orqaga qaytaradigan, liba oldiga qiladigan oldin o'ylab topilgan. Ko'p insonlar oldin ham ko'p narsani bilganligi sababli o'ldirilgan. Chunki birinchi o'rinda qullik. Absolyutno. Pul ham nima sababli topilgan? Islom aka Mervelni ko'p ko'raverdingizmi? Yo'q, men ko'rmayman. Mervelni ko'rganski, Xo'p, endi biz ko'rib turganlarga hozir qiziqdi. Xo'p. Aniq javob olishmadi. Yer nima uchun siz boshqacha fikrlayapsiz, dumaloq emas deyapsiz? Chunki oxiri bor uni. Yerda oxiri Yer bor. oxiri nima? Boshqa sayyora. qanaqa qilib?
Muzli O'sha oxir deyapsiz. Qarang, Oxirdagi mana- qanaqa qilib yana sayyora bo'lishi mumkin? qarang, yerda oladigan bo'lsa, To'xta, hozirgi bitta gapira, okey. hozirgi Yer oxiri yo to'xta. Yer oxiri o'sha. Antarktida. Simuzli, Antarktida. Barxayda. Platonxona naqlida. o'rnatilgan, muz o'rnatilgan dunyo bo'yicha. Mana shu dumaloq miyalaringda turibdi-yu, Ha. mana shu dumaloq narsa to'g'rimi? Dumaloq Ha. ostida. To'shta dumaloq o'rnatilganda muz bilan. Чтобы boshqa sivilizatsiyaga chiqib ketmasligi uchun. Tushundim. Antarktida bu tarafi bo'lsa, keyingi taraf qay demoqchi, to'g'rimi? США. Xo'p, Amerikani oxir Amerikada ham Antarktida ham o'sha Amerika Bitta tarafda-ku. Bitta qit'ada aytasiz. bazalarni aytaman. Birinchi baza o'tda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi baza SSHda. Hozir o'shanda kiradigan eshik yonma-yon ekanda, yonma-yon. Yo'q, masofasi bor orasida. Endi masofa, chunki u dunyoni bu oxiri bilan bu. Kim aytgan bu ma'lumotlarni sizga aytingchi? Oxirgi paytda lekin o'zim ham internetda ko'rdim. Yerni o'sha yassi ko'rsatdi. Ha. Sizga kim aytgan bu narsani? 2015-yil. Kim? Bitta juda yaxshi Professormi inson. ham? Yo'q, kattaroq ishda ishlaydigan O'zbekistonda emas. Chet elda. Massajchimi? Massajchimi? Mas'ullardanmi? Yo'q, mas'ul emas. Uni kanal hozir yopilib ketgan, oldingi kanallardan. То, что ko'p informatsiya chiqargan sababli qancha insonlar ko'p narsani biladigan bo'lsa, shuncha yomonligini bilasiz. То, что agar siz ham hozirgi momentda то, что miyam aytasiz, 5-7% ishlayapti, 20% ishlasin, qancha narsaga o'sha kompyuterda o'zida bitta vaqtda o'zida то, что bir kunlik qiladigan narsangizni 15 minutda qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. To'g'ri. Chunki o'ylashingiz o'zi boshqacha bo'ladi, qo'llaringiz boshqacha harakat qiladi. Arina, sen nima deysan? Yerni qanaqa deb o'ylaysan? Dumaloq. Ana? Dumaloq. Dumaloq. Bitta men uchun ploski. Yo, nima uchun? Nima uchun dumaloq? Men dunyo qarashim shunaqa aka. Dumaloq deb o'ylamayman. Chunki samolyotlardan ham juda ko'p, yo'q. samolyotlardan ham juda ko'p uchganman-da. Yo'lda tez harakat qilayotganingda ehtiyot bo'linglar. Yer ag'ib tugab ketib, o'tib ketib qolishi. Jarliq bor oxiri. To'g'ri. Oxiri tushib ketib Hop, mana oxiri, yer hop oxiri bo'lsa, Xo'p. odam yog'i tushib ketadimi, nima bo'ladi? Boshqa sivilizatsiya уже. Qanaqa Davom sivilizatsiya? ettirilaveradi. Qayga o'tib ketib qoladi? O'shani tushuntirib bering bizga. Uni tushunish uchun juda ko'p izlanish kerak. Просто sizga hozirgi hayotingizda matrica olamida yashayapsiz, ko'rgan narsangizga ishonasiz. Tushunasizmi? Lekin ko'rgan narsangiz har doim ham rost bo'lib chiqmaydi bu hayotda. Ana okani maydilar. Insonlar bo'yicha ham absolyutno Jumanazar ko'radigan aka, narsangiz. Jumanazar aka bilan qanaqa chiqishgasizlar? Tanimayman. Billa bir kelmaymizlar. Chiqmaganmiz kosmosga. O'shadagi aka siz masmadingiz, kepaveringizlar, o'g'lim bor dedilar. O'g'lim bor dedilar. Alloh. Xabarim yo'q. Kim shunaqa ma'lumot prosta qiziqda? Kim sizni miyangizni shunaqa aylantirib qo'ygan? Vaqtlar o'tadi, hamma sirlar ochiladi. Ertami kech. O'sha siz odamlar kosmosga chiqmaganing uchun ham chiqmagan deyapsiz, to'g'rimi? Yuriy Gagarin chiqmagan. Xo'p, u mayli. Men ham shunaqa eshitganman. Lekin mana masalan NASA bor. To'g'rimi? NASA chiqqan. Aka, ko'pondan hech kim chiqmagan. Hech kim chiqmaganmi? Absolyutno hech kim chiqmagan. Fakt bering, aka. Hammasi fake bo'lgan. 1860-yildan уже ularda anaqasida sistemasida montaj qiladigan variantlar bo'lgan. Chunki oldingi sivilizatsiyadan qolib ketgan. Bu Hozir bizga insonlar internet tarqatib turadigan nima edi? Sputnik. Sputniklar. Hozir qayda ular? Sputnik. Javzod emas u, Sputnik. Qayda? Mana mahalla tomi tevasi. Yo'q, aka, siz bu boshqacha, bu menga oldi o'tgan zamonda yashaganman, qadimda bundan oldin yashaganman siz. Hozir bu boshqa hayotda edisiz. Yer oxiri bor desiz, tushib ketib qoladi, o'tib ketib qoladi. Yer dumaloq emas, yassi shaklda. Suv qanaqa qilib bitta joyda turadi? Savol. Yer tortishkuchi bor. Yer tortishkuchi bormi? Nima sababli agar yerda pastida dunyoda hozirgi bor suvdan 2,5 barobar ko'p suv bor yerda pastida. Chem ustida. Nimani hisobiga? O'ylab ko'rmagan ekanmiz. Unisini o'ylamaganmiz endi. Siz o'ylabsiz, nima uchun?
dunyo dumaloq deb o'ylaganlaring uchun. Просто nimaga mana dumaloq bo'lsa, siz shunaqa o'ylayapsiz, to'g'rimi? Suv tushib ketmaydi deb o'ylayapsiz, shunaqami? Dumaloq bo'ladigan bo'lsa, по-любому meni fikrimda tushib ketadi, aka. Yumaloq shar deb oladigan bo'lsangiz yerda, mana shunaqa yumaloq shar deb oladigan bo'lsangiz. Kommentariy suv yurmadi. Shunaqa fikrlaydi, nima qilaylik? по-любому suv tushib ketadi. Qaydan tushib ketdi? по-любому. Qayerga tushib ketadi? Qatga tushadi. Ham qilyapti. Aka suv o'zi osmonda turmaydi-yu, to'g'rimi? Yer tortish kuchi bor-da suv. Necha million tonna tortish anaqasi funksiyasi bor yerda. Jagir shunaqa oladigan Yo'q, bo'lsangiz. endi u olimlar biladi. Doka siz Olimlar ham bilmaydi uni. Oldingi olimlar bilmasa, to'shto. Siz bilasiz ata. Yo'q, men bilaman degan. Hop, yer tortish kuchi bor, to'g'rimi? Xo'p, dumaloq deb ovossiz yer, to'g'rimi? Yer dumaloq deb ovossiz, to'shto bu yerda okean bor, bu yerda okean bor, bu yerda rechka bor, bu yerda suv oqyapti. Bir vaqt o'zida qanaqa qilib turadi? Yer tortish kuchi Yer bilan tortish turadi-da. kuchi bor, doka yer o'sha tuxum shaklida bo'lsa. Mana nimadir tashlab yuborsangiz hozir yerga tushadimi? Qayerga tushadi? Xo'p, yer tortish kuchi bor-da hozir. Suvni prosta havoda ushlab turingchi, yer tortish kuchi bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizdan keladimi? Ha, yer Magnitoy Yerga polga tushadimi? Tortish kuchi bo'lsa. Havoni o'zida ushlab turingchi. Qara o'sha bo'lmadi-ku, yer tortdi. Ushlolmaysizmi? Yo'q. Siz ushlaysizmi? Yo'q. Yer tortdi, doka. Xitot bo'la yer tortib. Menga qiziq-da. Juda qiziq. Prosta dunyo qarashi har bitta insonniki har xil, absolyutno har xil. Ha, umuman sizniki Bu boshqacha. dunyoda har bitta insonning o'zini sinovi bo'ladi. O'zini savol javobi bo'ladi. Vau, okey. Hozir Muzaffar aka nima o'ylayotganini men bilmayman, to'g'rimi? Nimalar o'ylayapti, to'shto. Menikini so'raman qo'yaylik. 1 minutda 5000 dan ortiq fikr keladi-da miyaga. O'shanda nimanigina tortib olyapsiz, yetmoqchisiz menga qiziq. Yo'q, prosta menga sal fikrlashing. Umuman boshqacha-da. Kim seni shu miyangizni shunaqa o'zgartirib yuborgan? Hayotda qancha qiladigan bo'lsangiz, qarang, yolg'izlik aslida ko'z ochadi. Odamni To'g'ri, o'zini. lekin bunaqa ma'lumotni qayerdan olingan? Hayotdan. Okey, orada aytib o'tdingiz. Men bu narsani aytmayman dedim, endi aytmasam bo'lmaydi. Tarelkani ko'rganman dedingiz-a? Ha, Qrimda ko'rganman. ana. Qanaqa? O'zga sayyoralarning tarelkasini ko'rganmiz. Letaysha tarelka dedi. Hozirgi momentda O'zbekiston yo'q bo'lib ketgan. 92-93-yillar ham bo'lgan, ko'p insonlar ham ko'rgan O'zbekistonda. Absolyutno imенно 95-yili ko'p chaqaloqlarni, yosh bolalarni o'g'irlab ketish. To'shto o'zidan o'zi emas-da. O'g'irlab ketgan fakti bormi? No endi shuna u hech qaysi davlat sizga открытие etib qo'ymaydi-yu, absolyutno. Lekin yaqinda ham Trump aytdi, o'zga sayyoraliklar haqida sir ochamiz dedi. Endi bilmaman qanaqa sir. Hali ochgani yo'q. 89-yil ochmoqchi bo'lgan Amerika. Intriga qiladi. Ular nima nafloga? 52 zonasi bor ularda. Imенно implantlarni ekspertiza qiladi u yerda. Ularda ham har xil sortlari bor. Insonlarda bitta funksiya bizda, to'g'rimi? Ularda har xil anaqa nima deydi, urovendagi o'shanaqa Meni bo'shim og'rib qoldi. odamchalari bor. Odamchalar? Qayerda ko'rgansiz? Menga tasvirlab bering-chi o'sha. Tarelkaga unaqa uzoq o'chmaydi o'zi. Agar pastroqdan ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi dana momentda internetda juda ko'payib ketgan. Aslida Amerikada Endi ular ko'paydi. endi hozir men sun'iy intellekt chiqib ketdi. Yo'q, men o'ylamayman to'shto sun'iy intellekt. Chunki o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizda, men ko'rgan narsani Menga tasvirlab bering-chi. kimgadir aytadigan bo'lsangiz, sizni sразу mana bor-ku, o'ylagan bo'lardi. Poxodi, tasvirlab bering, qanaqa bo'ladi u? Tarelka bo'ladi katta. Yaltada, Qrim, Rossiya, Yalta. Kattaligi qanday bo'ladi? Taxminan. 24-yil. Yo'q, mana shu xonada. Bundan avvalginchi katta bo'lsa kerak. Tappami? Qo'lda yasalgan bo'lishi mumkin. Znach kichkina ekan. Aka 1 sekundda yo'q qoladigan narsani qo'lda yasab bo'ladimi hozirgi momentda? Yo'g'ib qolganini ham ko'rganmiz. Uchadi-yu. Uchgani ko'rganmiz. Suvda oldida yurgan-ku narsa. Raketalar ham ko'rganmiz. Toshda urush bo'ldi. Yo, endi mayli, u boshqa tema, lekin o'zga sayyoralarni qanaqa ko'rish? Toshda tarelka уже yaqin edi aka, u jam unaqa uzoq masofada emas. Chunki oldimda turgan insonlar ham qaragan, videoga ham olingan. U vaqtda men ishda bo'lganman.
Lekin odamlarni ko'rmagansiz ichidagi. Yo'q, jam unaqa detallargacha emas. Kорабль то, что по-любому o'shalar bilan tanlardik. Qanaqa kорабль? Qop-qora. Kорабльni ham ko'rganmiz. Uzoq emas dedim, u suvni yonida turgan u narsa. Просто odamlar уже ko'rib bo'lgan. Mana u bor. Yaltada tog' bor. Aypeter degan. O'sha Aypeterda pastga tushadigan bo'lsangiz, mana shu Mo'rani polni yorug'lik astabni yozda qorong'i bo'lsam, oydanaqasi bilan yorug' ko'rinib turadi. Hamma joyini. O'shanda ko'rinadi. Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda kamida 1-2 hafta uxlolmasdingiz. Nima Juma Nazar aka yolg'on gapirmaganlar. Xabarim yo'q. Mana kadr ortiga qo'yib ketamiz. Juma Nazar akani ko'rmagan ekansiz. Hozir kadr o'rtasiga qo'yib ketamiz. Rostdan ham endi rahmatli bo'lib ketdilar. Shunaqa deganlar-da. Hozir aytadi, o'g'illar siz emasmi? O'g'lim ketdi, o'g'lim ko'rgani bolaman dedilar-mi? Yo'q. Yo'q, shunaqa deganlar-da, to'g'rimi? Yo'q, shunaqa deganlar. Xo'p, baribir sizni fikringizni o'zgartirib bo'ladimi? Yer dumaloqligiga, yer oxir yo'qligiga sizni fikringizni o'zgartirib bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Siz Hech kim o'zgartira olmaydi, shu fikrda qolasiz. Shunaqa. Agar o'zim osmonga uchib ko'rmasam, unga ishonmaysiz. Sen nima deysan? Alina mana sen tushunibsan-a? Ha, nima deysan? Mana shu narsalarga. Gapirchi? Yer dumaloq-ku. Ana. Qanday ploskiy bo'ladi? sen matrica olamiga kirib qolgansan, shuni hisobiga sen shunaqa deyapsan. Ты думаешь, что есть второе измерение? Ты в матрице живешь. Из этого так думаешь. Ты тоже здесь живешь? Но у меня мировое зрение абсолютно по-другому. Я совсем из другого калибра. Не думай так. Я просто тихо хожу. Если ты знаешь, что есть конец Земли, то почему ты не собираешься туда сходить? Туда никого нельзя. Даже у тебя $1 миллион будет. Закрытая зона. Для обычных людей это невозможно зайти. Kimdir ko'rganmi shuni? Voy. Hozir masalan Amerika prezidentlari, siyosatchilar biladimi shuni yer oxir borligini? Конечно, biladi. Yaqinda bloger ham bo'lib qoldi-yu. O'sha TikTokda olgani. Nimaga? Antarktidami? Anosini pilotni o'ziniki nima deydi anosi? O'chirib qo'yib, prямой efirda o'tirgani. 3 minutdan keyin o'chib qolgan efir. Bo'ldi, shu bilan yo'q u odam. Yo'q, u inson yo'q. Absolutno yo'q. Inson bu dunyoda уже yasholmaydi. Qayda o'tirganda u? Men nima qayerdan bilaman? Masalan, yer oxir bo'lsa, oyog'ini osiltirib, yer oxirida o'tirgan bo'lishi mumkin. Koinotga Yo'q, qarab. pilot bor. O'sha Antarktikani aylanadigan, o'zini to, что o'tadigan zonasi bor, o'tmaydigan zapret zonalari bor. O'sha zapret zonadan anosini o'chirib o'tib ketgan u, odamlarga ko'rsataman deb, tipa как PR deydi-yu. Hammaga qiziq bo'lgan u Amerikada. Undan keyin to, что абсолютно yo'q. Sloboka tanishlar bu oboraman damiz o'ldirib buni. Yaxshi ketadi. Bo'ldi. Siqilma oka. U yer qanaqli yiqilib og'ir bo'lib bana tushib ketdi. Yo'q, boshda aytdilar-ku bular, ko'p yiqilganman. Aytdilarmi? Prikol aytdi. Boshda aytib qo'ydilar-da, ko'p yiqilganman. To'g'rimi? Voy, brata. Bilaman. Men yolg'on gapirmayman. Mana kommentariyda yozib ketdinglar-chi, yer yumaloqmi yo bular aytganchalik yassimi? Tushib ketib qolsa, ehtiyot bo'ling. Tushib ketib qolmani yer og'ir. Xudo xohlasa agar shu kunlargacha yashasak, o'sha ko'p narsalar ko'zimizga boshqacha bo'lib ko'rinadi o'sha. Chunki haqiqat ochilgandan keyin, обычный hayotda yashab yurgan insonlar to'g'risida haqiqatni bilgandan keyin yasha olmaydi. Asli haqiqatlar boshqacha demoqchisizda. Shunaqa. Xo'p, o'sha narsani siz kimdan eshitgansiz? Bu tasdiqlangan odamlarmi, yo olimlarmi, professorlarmi, kimlar ular? Kimdan eshitgansiz? Bunaqa insonlarga hech qachon siz kimdandir eshitmasdan turib bunaqa fikrlashingiz mumkin emas-da. Aslida bunaqa insonlar davlat ishida ishlaydigan, o'sha liba professorlar, ular hech nima deya olmaydi ham, ularga chunki dabro berilmagan. Agar nimadir deb haqiqat yetadigan bo'lsa, shu joyda o'zida olib tashlagandan qarashsa. Okay. Sizni miyangiz necha foiz ishlaydi deb o'ylaysiz? Men hozirgi momentda bilmayman. Har xil.
Umuman ishlamaydi. Har xil ishlaydi menga. O'ziki sizniki boshqa joyda ishlaydi, rost. Yo'q. Chunki yer unaqa emasligini misol Qur'on kitobda yozib qo'yilgan, biz o'shanga ishonamiz. Qur'onda yozilgan tuxum sifatida. Tuxum sifatida. Lekin yassi deyilmagan. Yassi deyilmaganda. Xo'p, tog'lar nimani hisobiga chiqadi? Meni Alloh biladi uni. U tosh o'sa deyishadi. Yer bir-biriga urilgandan, to'shto yorib o'tib chiqiladi u narsa. Tog'. Hop. Mana qara. Mayli, hop yer hop yassi deylik mana. Hop. Quyosh ham yassimi? Quyoshning funksiyasi bitta joydan ikkinchi joyga Tushundim. borish. Qanaqa shaklda? Dumaloq quyosh. Ha, yer ham dumaloqda. Nimani hisobiga aytyapsiz to'shto yer? Mana quyosh chiqdi deylik. Quyosh To'xta, endi mana mana shu yerga sizga keltirib beraman. Qara. Quyosh dumaloq-a, yer yassi. Qanoq qilib bundoq bo'lsa, u hamma joyiga hamma joy yo'q turish kerak. Yo'q, qorong'i turish kerak. Qanoq qilib. Hozir u kichkinaroq marta kelish kerak. kichkinaroq ob'yomda agar bo'lganda mana men ko'rsatib berardim mana shu yumaloqligiga. Hop, endi ishib turay aka. Hop, bir yilda bir marta kelish kerak edi. Yo quyosh, yo qorong'i. Tushundingizmi? Qanoq qilib yer yassi bo'lsa. Orqasidagilar g'alati bog'dagilar boshqacha. Yo, masalan, hozir Danvermi, Amerikada qorong'i, to'g'rimi? Xo'p. Nima uchun? Yer dumaloqligi uchunmi? Aylanganda quyosh nuri. Yo, ular ana yassini tagida yashashadi. Yo, mana qarang. Osilib olib. Spechkangizni yoqib bering nimasiga, qisqa qilib ko'rsataman. Men yoqib beraman. Tramp osilib olgan faraz qiling. Tramp osilib turibdi yer tagida. Svetni o'chirsa bo'ladimi aka? Ha, bo'ladi. Ha, men sizga primer qilib ko'rsataman. Ko'ryapsiz-a, yarmigacha o'tdi. Quyosh aylanishi, to'g'rimi? Ha. Quyosh aylangandan mana shu dumaloq deb olingan yerdan bitta tochkasi bor. Quyosh tegmaydi. 365 kun absolyutni quyosh tegmaydi, faqat qorong'i bo'ladi. O'sha joy Antarktida. Yo'q, u joy toping endi siz. Hop, Mana quyosh tushaversa, Antarktidaga ham tushaversa. Mana oy, to'g'rimi? Siz Amerikada o'siz, bunaqasiga aylanadi-yu baribir. Qarama-qarshilikda oy bilan. Ko'rganmisiz to'shto oy bilan quyosh bitta vaqt chiqishini? Anaqa bo'ladi-yu, oy tutiladi, shunaqa deydi-yu. Xo'p, oxirgi martalar to'shto qancha ko'p tutilyapti? Ko'p. Nimani hisobiga? Bilmayman lekin. Hozir sun'iy quyoshlarda ham Xitoyda qo'yotganini bilasizmi? Ha, eshitdim uni. Bitta to'shto quyosh chiqadi orqasida 4 ta 5 ta. Yo, 4 ta 5 ta emas, sun'iy quyosh yaratyapti, yo bu yoqda ganda. O'zi yaratilib bo'lingan. Agar quyosh u hammaga ko'rinadimi keyin? Yo'q, uni xabarim yo'q, endi hammaga ko'rinadi. Men chiqqandan keyin nimaga mana qara. Mana oy dumaloq bo'lsa, quyosh dumaloq bo'lsa, nimaga imенно yer yassi? Sizni o'ylashingiz bo'yicha menga shunga javob beringchi. O'zi yer katta. Mana Yupiter, Saturn hammasi dumaloq bo'lsa. Nimaga yassi u? Yer o'zi yassi. Biz polni yerda yashaymaymiz-ku hozirgi. Boshqa sivilizatsiya bor dedim-ku. Ko'rmaganmiz to'shto oldingi eski asrlardan yerda tagida shunaqa naqshlardan lazer bo'lgan unda. Lazer to'shto u gigant toshlarni prям как leza qilib kesish. Ko'rganman, Misrda ko'rganman, xuddi shunaqani. Hozir ham ko'rganman, chunki uni o'zga sayyoradan tushgan deyishadi, o'sha toshchi, imенно Misr anaqasida muzeyda saqlanadi. O'sha uyib siz aytgandaki uyib yozilganchalik hozirgi texnologiya uyib yoza olmas ekan o'shani. Hali bor. Ko'rdim. 30-40 yil bor deyishadi. Endi shunaqa deyishdi, endi rostdan ham o'shadan tushunmayman. O'zga sayyoradan tushgan bu tosh deyiladi. Misrda borganimda ko'rganman. Juda ham katta muzey bor. O'sha muzeyda saqlanadi. Juda endi unga shunaqa yozilganda, endi nimadir yozilgan bilmayman. Haligi yozilgan shunaqa chiroyli edi. Hozirgi davrgacha unaqa yoza oladigan apparat chiqmagan ekan. Toshga uyib yozadigan yozilgan, absolyutno. Uyib yozadigan darajada texnologiyamiz yo'q ekan uni. Chunki uni o'sha o'zga sayyoradan tushgan endi rostdan ham tushganman. Chunki juda qattiq qo'riqlanadi uni. Juda qattiq qo'riqlanadi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman o'shani. Hay bo'lishi ham mumkin. Hay bo'lishi ham mumkin. Hay bo'lishi ham mumkin. Dunyoda unaqa toshlar juda ko'p. Tog'larda aslida kesib
minoralar qilgan, katta qasrlar qilingan. U toshni ko'rsangiz, absolyutno lezva, qanaqa tekis bo'ladi. Xuddi shunaqa tekislikda. Ko'rdim, ha. Unaqa hali yo'q sivilizatsiya. Hozirgi yo'q degan manga ham shunaqa deb eshitganman. Siz yer oxiri bor deyapsiz, boshqa sivilizatsiya bor deyapsiz. Qanaqa sivilizatsiya deb o'ylaysiz, mana fikrlashingiz bo'yicha? Aka, hozir men dunyo qarashimni sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, siz baribir bitta tushuna olmaysiz-da. Yo'q. Mingiz birdaniga qabul qila olmaydi. Aka, to'xtaling. Rep aytgani keldi. Aka, bu yerdan bizga imo-ishora qilyapman. Xohlaganingizcha yerdimi? Yiqilib tushasan, unaqa qilasan, bunaqa qilasan. Aka, siz qalay ishlating. Men to'g'ri narsani gapiryapman-da, nima? Unaqa emasligini, aka. Ham biladi qanaqaligini, aka. Yer dumaloqmi, 3.5chami, 4.5chami? Repatgani keldi aka bega. Shuni gaplashishim siz meni miyangizdagi javob keling. Endi bu pastkast nima temada? Mana asabim uzilib qoldi. Aka, kesib tashladi oxirini g'alati. Yo'q, kesilmaydi hech qaysi. Absolyutno hech nima kesilmaydi. Sizni umuman kesib tashlash kerak bu hayotda. Ani telekaningizga o'tirib uchib ketaylik o'sha. San reping kesib tashlaymiz. Yo'q, fikrlashingizni o'zgartirsa bo'ladimi sizni? Yo'q, men unaqa qizishmanda hozir. Yo'q, bo'l. Prosta podkast, endi podkast deganda har xil temada gaplashamiz. Yo'q, asabim uzilib ketdi-da. Mana endi yo'q, miya qizib ketdi. Qo'yaveraylik. Ya mayli. Ko'rsatuvimiz mayli o'tirib turing, ko'rsatuvimiz ham o'sha oxirlab qoldi. Oxirini video qilib qo'yamabdi. Podkastimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Lekin zo'r suhbat ketadi. Namangancha podkast. Xush kelibsizlar, kelganingiz uchun rahmat. Shunchalik vaqtingizni ajratib, bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Bunaqa tortishmani. Gaplashamiz. Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q, namangancha gaplashamiz, qani let's go.